tabiiy qahvaning qandoq bo'lganligini bilamsiz. Tujiblar tayyorlangan har bir qahva urug'i ezib ayirib tayyorlanib, chiroyli botilkalarga qachilanadi. Eng xushbiroq, eng tabiiy tam Abida qahvalarga mujassamlangan. Güzel kunlar Abida qahvalari bilan boshlang'usi. Abida abida isimde var, ko'nglimda var, uyimda var. Onun şirin tami tilimda var, dilimda var, kayfiyatim g'iyar. Süt bilan netken choy, uyimning ozuqi. Abida şirin tami qalbim shodlig'i. Abida Abida Malqani. Mana, mal. Aval tetip yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushuntirdim. Nima tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetip boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamoqimizga tayyor tam kirgizoladigan tayyor tam tetip quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushuntiramadim bay. Ya. Ya. Sen baqa. Aşkım tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimda besib olay. Bu sizga degan tayyor tam tetip quldiri uchun qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpisi qilibsiz, Italiya cho'pi qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men buni kafolat bera olaman. Uningdan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Yaqinroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Aval tetip baxmasam bo'lmaydi. Yani şu gap. Mal bekle az qolgan. Ma'qul, og'zingdan ichla. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshi rotiman. Bu kallala maslani davotiman. Bo'ldilar. Eng yaxshisi ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqil. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyor tam. Cho'lpon keldi, fursat keldi. Emek, tutta kimden cungang. Cho'lpon keldi programmasi 2017-yili ko'rmanlar bilan yuz ko'rishgandan boshlab hozirgacha 6 yillik shonliq musofani besib, xalqimiz qalbidan cho'nqur o'rin olgan cho'lponlarimizni ko'rmanlar bilan eng yaqin oraliqda sardishish fursatiga erishtirib, Şinjan xalqining yoqtirib ko'rishiga noil bo'lib kelayotgan kozir programmalarning biri bo'lib sanaldi. Programma gruppamiz 2023-yili yangi qiyofat va texnik nodir mazmunlari bilan yangi sonlarni san'at-suyar xalqimizning huzuriga sunmoqchi. Mushu munosabat bilan programmamizning oltin e'lon o'rinlariga e'lon qabul qilishni boshladik. Kang korxonachi do'stlarning fursatni ching tutib, biz bilan aloqalashishni so'raymiz. E'lon qabul qilish soni va e'lon vaqti cheklik. 2023-yili mahsulotingizni va korxona shirkatlaringizni to'nitishdagi eng yaxshi tanlashingiz yanala Cho'lpon keldi programmasi. Ben getirib olay. Qayerisi? No. Go. Yo. Yaşıgayla. Tümmen yıl yaşıgayla. Kanatta. Haroğu çıkmamları, oltıramları, özlerinin ihtiyarları. Cho'lpon keldi. Hey, ko'pchilik yaxshimisizlar? Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydon qadamda shirqan tomoshabinlar, hammalarniki har vaqtimiz xayrli bo'lsin. Hammalarniki yangi yilimiz muborak bo'lsin. Rahmat. O'tiring. Rahmat. Naq maydon qadamda shirqan barliq tomoshabinlarimizning yana bir qatim yangi yilimizga muborak bo'lsin. Yangi yilda hammalarniki oila, turmush ishlarimiz texmo barakatli bo'lsin. Savdo ishlarimiz texmo rivoj topqisi. Qisqasi yig'inchoqliq vaqtda biz kutmagan o'ngishsizlik, kelishmasliklarniki mushil faqat yuz bermasligini umid qilamiz. Shundaqmi? Mushu munosabatda yana bir deb qo'ydig'inim Cho'lpon keldi programmamizga izchil riyosatchilik qilib kelayotgan Nurali Hasan bo'lsa, mening akam. Men uning inisi
Shiraliyasan. O'xshamaydigan emas. Mana o'xshamaymiz. Mana o'rg'iraqmikan? Chaqchaq qo'ydim shu. Yangi yilda men o'zimni bir o'zgartay deb o'zimga o'zim bir jang e'lon qilib baxtimchu. Yangi yilning beshidlam ko'rinmalarga, tomoshabinlarga bir tavsiya qilib qo'ydig'im kichiklik bilan. Odam qanday bir ish qilishdan qat'iy nazar oldi bilan o'zini yengish bek muhim ekanchu. O'zini yengilgan vaqtda boshqa ishlar hech nima emasga amaliyotda. Men shuni his qilib qoldim, shuninga o'zimni bir o'zgartay deb qattiq tirishdim, lekin men oxiri g'alaba qildim. Men yengdim. Rahmat. Onda bo'lsa 2023-yillik Abida Cho'lponka Abida bor rasmiyada. Bizniki bu yillik tojdorligimiz Abida. Abida Cho'lponka programmamizdan bugungi alayda soniga, tunji soniga alayda taklif qilingan bizniki suyumlik san'atkorimiz, suyumlik cho'lponimiz bo'lsa, davlatlik birinchi darajalik artist, ataqliq o't yurak san'atkorimiz Mevlan Niyaz akamiz marhamat. Aka, yaxshi tutibsizmi? O'zingiz yaxshimi? Yaxshi aka, men yaxshi tutdim. O'zingiz yaxshi. To'g'lavyapsiz aka. Programmamizning shu to'yinchi soniya shu qishni suratga ilinganligi uchun qishning qishchiligi bor aka. Chunba yema issiqga. Odamlar bek dedilar issiq kesimi odam og'izga gap kelmaydi uchun. Burningiz qichqitibdi aka, hozir men so'qoqdan kepib. Issam bunum qizil. Aka, xush keldingiz unda bo'lsa. Meni bek saqlatdingiz. Ko'rinmalarni bek saqlatdingiz. Sal xijil bo'lyapsiz deb o'ylayman men. Ya xijilmi bo'lib ketmadim, lekin o'zim gipöylerle qarindoshlarning ko'nglini ele olayman. Mayli aka. Salam qarindoshlar. Hammalarningki bugun mishada men sahnaning tepida sizlar pastda bir-birimiz bilan mushtaq didorlashmoqqa uzun bo'pti. Bugun sizlarni ko'rib intayin xush bo'ldim. Saqlatib qo'ydim, kechirsizlar. Saqlatib qo'yshdimmi, sabab bor. Mustaq kelgan mehmonda Amerikanda qaytib qoldi. Qaytib qolgan vaqtim shu. Keyin bular meni bundan ular istib eritib aytdi. Shuni kechga qoldim. Çak momşayıcı olsun. Mınlağa Mevlan Niyaz tikidin salı. Ne aka ameliyatda abay Mevlan Niyaz akımız diye vaxtsızlar muşta çıkıp yeremikin de pek kütkendim. Deme işte çıkaydı gelsinler. Onda çıkaydı desem helika atadığan yere gitse müzik sonumuz olmayıp geçiyor. Aslında tayarlık olmamakta. Kuruklu itip kessem bombağı da. Ya bu deyiverdi aka. Yani şu mu sebebinden de tarang turang avaz bolsun bulat tutuyor. Ya ondan sakın hazır bir köreylici ondan. Ya onu eyler aklı. Ya hazır köreyli aka işte bombaydı. Hazır niye de öğütürüpler beni gösterip eli kıldıgan kış yok. Kıldıgan işlerimiz bekçik şuma aka. Hiç bulamayısız bugün. Biz mi niyetini buzup. Ben bu şikten çıkan vaxtında öydekilerge bugün emse kıkılıqda kılım edip çıktım. Ama 2023 yılı 2023 yılı abim enimiz Nureli dep öttü. Her kanda köngülsüzlik şu gün ketip bu yıl naydi yepyeni keyfiyatta hayatına başlaşımız gerekti. Şokum. Bütün kıkılıqını kılmen dep başladım. Onda olsa aka men deyman, men ümit qilaman shaxsan tomoshabinlar qandaki o'qimadim. Naq maydonda ash Mevlantik obrazni azraqlama, kichiklam. Azraqlam. O'sha başladaki tike hem de aşına bir tikite. Hazır şehirning tiki tuğan tike. Qo'y qo'yilib olmagansiz aka, men yaqindan yaqin. Ya men, qo'y bu tik bitil tudim men qo'y o'taqmadim. Qo'y bo'g'immi yo'q. Bu filmninki hem de ta'sir doirasini aytdi. Kenim ta hozirgacha xalqimizningki ko'ngildan bir kishilik o'rin olib kelayotgan bir film. Ayni vaqtida shu davrda shu mezgillarga boqqanda hali yuqori saviyadagi film edi. Hazırlaganda bo'lmaydi. Lekin shunda bo'lsa hozirmi yana nurg'un qarindoshlar yana sevinib turdik. Hem de buningdagi qaysi ko'rishingda olib bir endi desa. Nim bo'pti? Nimin ichdi? Am magazinda sotayotgan, hukumat ruxsat qilgan narsani ichdi. Nim bo'pti? Qanday nima bu? Balada qoldimmi nima? İşte yeri var. O aka kendi kulaplam, kendi kulaplam. Müzikini biz bir yere biz kendi kulaplam aka. İşte. Bu filmdeki müreyski maksat ne mi dese?
Hem de Muşu Tursun Teki degan Muşu obrazning Muşu filmde asas bir karakteri buluş gerek. Özgürçülük, bir xaslık buluş gerek. Hem de Turgun Kam'ninki, Xalmurat Ömer'nin, Adil Kamlarning o'zlariniki burundan epizod o'ynab, dramalarni o'ynab, o'zining xasligini yaratib qo'ygan shu filmda bu mesela. Hem Tursun Teki qanday qilish kerak? Bu Teki nemish Teki deb laqab qo'ygan. Bu nayt jalliq, jim turolmaydigan. Nayt so'rimli oldum, ne o'ltirib qopqa yerlardan tortib, ham yerda kayfiyatni, so'riningmi kayfiyatni ko'tarib yetadigan, o'zingmi kayfiyatni ruhli turadigan bir xil odam. Qirg'iziston filmini biz ko'rgan vaqtda, men xili kichik vaqtim ko'rgan o'qiyotgan vaqtlarda, men teliqib qolgan. Rost ko'rib tunji qitim men teliqib qoldim, ikkinchi qitim azroq kuldim. Uchinchi qitim yana azroq kuldim bo'yliq bo'lgan sir pasiydi ekan, lekin hozirmi biz ko'may azroq kulyapsizda. Lekin arliq o'tgandan keyin yana bir ko'rsak, biz yana bir xil yangi film ko'rgandek hissiyatni yana ko'rdik aka. Bu film mencha o'lmas filmlar qatoriga kirib bo'ldi. Bu endi buningdan keyingi yosh aktyorlar bo'lamdi va mayli boshqa san'atchilar bo'lamdi. Buni qayta bir ishlash to'g'ri kelsimi, bu hargiz mag'lub bo'lmaydi deb o'ylayman bu filmni. Bu filmning hamda shu aktori, men buni shurkam, asar bak yaxshi. Men bu shu filmni rol olmas vaqtida buni asarni o'qiganman. Mush Tursun Tekining obraziga alayda qiziqqan. Bu rolning menga kelib qilishini faqat o'ylamagan. Bu masalan mo'ratadigan shu harakatni o'zingiz qilganmi yoki aslida bu bormikan? Yo'q, bu asli bu filmdagi barliq ish harakatlar u kitobda faqat uning voqelik so'zlanadi. Manda dedi, amanda dedi, manda manziri, manda qiyati. Buningda odamning qiyofatlari so'zlanmaydi. Faqat shu obrazni asli bu Qirg'izistonniki bu obrazga bu to'rt obraz mevcut ras vaqa. Bu G'uljida. Men tunishurkam shu G'uljidagi Mushu Tursun Teki, Abdul Tire, Rajab Topak, Osman Dangal. Bu to'rt alog'ina. Amma nəhayət bilimli iqtidarlı kişiler. Lekin bu özünün bilim iqtidarlarını to'liq joriy qildirib berishga bir sharoit izlab tep bulamay, axir oningdiki bizlar qanday qilamiz? Bir xil qaydash psixikasi bor emasmi? Qaydiganda qilib shuni olib o'zini qadahga do'st qilgan. Shuningdan ancha-muncha bir jam bo'lib bunday qilib, bara shu kayfiyat shakllangan. Ameliyatı bu töğütü, muş töğütününki hikayesini aşıla bile oturup kopup, bütün turmuşunu tabii körüp, küzütüp yazgan ben turmuşum kapço. Rejissörü Murat kinosu diyesin ki. Asam Kırgızistan. Jiber. Rolga Mevlana Yaz Tursun Teki'den. Külüp gitti. Ama bundan da doğru kip alamdan. Gen obraz kende bu hesapta. Hem de muşu obrazının manı kip kağını meni bir uduqtu de. Hem de bu Kırgızistan filminde men bilan birga qatnashayotgan 4 artist, haqiqiy kasbiy artist, kasbiy aktyor. Masalan Turg'un Emirkamni bilasizlar. Qanday rolga akab qo'ysan aktyor. Qilib tuqishgandek tushdi. Dadijonning ulamdi, Shodijonning ulamdi, Boyvachi Lobanning ulamdi, Amaldaning ulamdi, Deqanning ulamdi. Ish qilib, ndal tushdi u. Qilib tayyor. Adil Kamni bilasizlar. Xalmurat Ömerni bilasizlar. Hamiz kasbiy aktyor. Men kasbiy usul artisti. Onun da set usul rejissörü. Aşağıda bir orlaş jaryanında bana besim oldu. Ama besim adamını ilgir bastırdıqanlığa şu vaxtda işendim. Besim bombay netinç kazanılmaydı. Məğlub bombay məğlub bop bakmay. Qalbidin söz aşkı olmaydı. Cümleden məğlubiyet qalbine tuğdu. Şununla her qanday bir adamda aşında bir tayyorlik bo'lish kerak ekanda. Uningdan burun biz Aqsuda ishlayotgan vaqtimizda ancha-muncha dramalarni o'ynadik. Itotlarni o'ynadik. Hamda bu aktyorlik jihatda bu dramalarni o'ynab bara o'zimiz kasbiy aktyorlik bo'lmasaqmi, lekin shu aktyorlarga xos bir xil salohiyatni yetildirib qo'ygan. Aqsu umakda bir tarafdan men ularni kuzatib turman, ular meni qo'limda tutib munda qilsa demagan bo'lsa-mu, ular o'zining amaliyotida meni yetaklab qo'ygan. Dərslikdə mən Aqsu vilayət sənət üməkdə vaxtda bizdənki tanışığımız Abdurrişidkam. Bu acayip esil ustaz. Abdurrişid Emin'den şapurt adam şu. Qırgızistandakı. Qırgızistandakının üzü şu aşağı. Bu keyin Aqsu sənət məktəbə şoğran oldu. Ajnab keyin pensiyaga chiqib, hozir Urumchida aslama shu bozilroq aloqa olmasak shu akamizni taklif qilib o'tqazib haqiqatan bir chiqirib o'tamizkan. Bu akamiz shu iqtidorli san'atkorlarni boyqash psixikasi bermay o'qir. Kimni qanday ishlatish kerak, qaysi artistni qanday ishga qo'yish kerak, qaysi artistni qanday foydalanish kerak. Bak obdan biladi. Bu adam shu bilan biz san'at maktabini bitirib, Aqsuga kirishimiz bilan dramalarga saldi.
Aksu Ümek'te oynatkan nurgun dramalarda rol aldık. Bara baş rol alıdığan bulduk. Şu vazgillerden tatı bizni yeteklep boğan. Hem de bana bu jaryan natunuş bulmağandı eken, Turgun ikam, Adil ikam, Halmuratlarının ki kılıvatkan ameliyatları benim bir tarafta yetekildi. Ben onu tez kubul kıladığım bir enerjiyelik rol oynadı edip karayım. Kırılıkıstakanın ki kalan neslini ben sözlep otomsam özanla bilirler. Bu bir nayt humoristik film. Ama terbiye ehmiyeti tıkımız zor. Doğru. Nurgun kayırındaşlarımız bu terbiye ehmiyeti bilen matrap kılıp kızık ya. Mesela kokpaya, lotta, tonga, küçük kuşlamsa da dadısını yapsın da. Şunda ko. Emeliyatta bu bizninki turmuş örpü adetimizge, bizning padişahlarımızga fakat to'g'ri kelmaydigan ish. Buni chiqarishlik sabab nima? Axloqdan ajrab ketdi. Burun mana bir yerga ketib berib cho'nglarni ko'rsak, oldidan yugurib o'tmaydi. Ataydan berib, kurishib o'tib, anandikan qildi. Cho'nglar voy, qanday bo'ldi, yaxshimi? Kimning bolasi sen? Men yozmoqchiman bolasi. O, yozmoqchiman bolasi. Yomon oldan cho'ngolsajmi balam? Dese biz bir qo'lg'ish, o, do'dol yursin so'ng kurashgandim, kurashsam yozmoqchiman bolasi. Bak maqtab ketdi-da. Ulan bir xil ilhom beradi. Biz axloqni ashta o'rganib mangancha. Keyin bu axloqdan bara ajrab ketgan turgan vaqtimizda bitib ketadi ha. Hali qanday g'azabman. Çoğu anamgesini qarab maqsamımza deydigan bo'lib qoldi. Shunday emasmi? Mushroq tartib tarbiya ahamiyati bor. Ya'ni birisi ilm fanning kuchiga ishonish kerak, meditsinaga ishonish kerak, xurofotlikni qamchilash kerak. Deydigan. Daral bardığa yerga bordik, ilm fanning kuchi bilan meditsinaning kuchi bilan saqaydik. Nayta joyga keldik, o'zimizning burunqi kayfiyatidanmi yuqoriroq bir xil ong saviyada esimizga keldik deganga. Bu Buningda aka to'liq saqayib qoldingiz hozir, ha? Bizimdagi bo'lmaydi. Birimdagi bo'lmaydi. Hamda pat qo'zg'ab qoladi. Qo'zg'ab qo'yishma programma tugab ketadi. Tarbiya ahamiyatini tushunib ko'rganlar uchun texmi bir yaxshi bir asar. Qirg'iziston filmidagi barliq mayli rejissor, yozuvchilar bo'lamdi, mayli sizlardagi peshqadam ustozlar bo'lamdi. Hammanglarga ham bir qatim tashakkurimizni bildiramiz shu fursatda. Rahmat. Shu Çolpan keldi programmasiga 2023-yili tunji sonda sizlarga salom berish uchun aldinglarga chiqishga bir sharoit yaratib berganmiz. Nuriyelimga rahmat. Voy rahmat. Çolpan keldi programmasiga rahmat. Bu programmani men uzundan beri ko'raman. Ko'rishimdagi sabab nima? Yaxshi programma bizning yaxshi bir qo'g'daydigan, aslida o'zimizning farzandiga o'xshash. Buni kichigidan tug'ildi, o'mildi, oltadi, tata mangdi, ayığı çıktı, başlangıçga kirdi, ashta qilib yetildirib, bu programmani nayt her tarafdan bir atrofida tuyungan bir xil, har xil bir qo'llashlarga erishgan. Nayt bir axloqi bir mezonlarga tuyungan mundaq bir programma. Bundan sonra Çolpan programma qatı süptide texmi taraqqiy qilishini umid qilaman. Shuni ko'raman. Bizda muşda programmalar az. Bir gapni davatay mufka. Mayli aka. Ekran aldırdık qarindoshlarım dema shu programma qilayotganlarni jiq ko'ngilinglarga kasimi deydiganli yerim shu. Bizda munda bir ish bor. Masalan, Nureli Çolpan keldi programmasini qilgan bo'lsa, programma qilsak pul topib ekanmiz ya. Keyinidan keldi Çolpan kivatıdı, Çolpan kelmekçi. Çıkıyılıvırdı programma kalkmış ya gelip karp programı kekegide kılıvetkende ziyan buldu ki ya bunun da. Şunda zal gittidiken, şırak gittidiken, aparatör gittidiken, dağlık ertesini ekiliş için buzanqa yal vermişsek bulmaydı ki. Balık anda kıgan boğuydu. Uzundan sorayla desek, mahabalık'a yolunu biz eşin tatı bağırdı, kaldık. Da üzü guman ya bunun tecrübesini soruyanmay, işte kılanmay, programıga mühür kıldırıp tutgan. Mesela, bayağı bir cayuzen badaylı, bir cayuzen aşkan bolsa, memme cayuzen açıdken de, hemimiz cayuzen aşak pul tapdıkemiz, heyliqi yerde bir patman cayuzen koyutup, bu terakki kılanmay. Qağallığında qildi kelsa, mayadi joyozan ochgan, toptirama joyozan ochmaydi, may qashlash punkti ichilibdi. Bu yerda cho'qim cho'pirda to'xtaydi. Qo'shiq ochdi. Oshxona ochdi.
Biz toptura bu aşkanı var ki. Bu ya çokum bu şoförler bu ya bizim doktorun atuzla uşak çektim kız. Talla bazır açın. Mesela doktor talla bazır hemiz var ki. Bu ya çokum aram ilişki ihtiyaçlar. Yatak salada. Yani biz toptura bir menzilini yaxşıra qilib bemda bir qahvaxona o'chib buchi qilib bir maylik shakllanib lamkan hammasi o'zining pulini o'zi tepa. Baş bir joy o'zanning ta'sir kuchi monda tapu tijoratda. Biz böyle çolpan geldik de biz kivatı çolpan deb bilmaydim ha. Deplam şunun olan maşında qiladigan müşta programmalarni jiq. Biz programmani qilishimiz kerak. Programmaning mohiyati nima? Qanday qilishimiz? İqtisodiy unum yaratish avvalgi shartmi? Yoki mush programma orqali bir davrni yetaklash asosiy shartmi? Mushni o'ylashib programma qilaylik. Shundan men Cho'lpon keldi programmasini yaxshi ko'rman, shuningga keldim. Rahmat aka. Programma grupimiz nomidan hammalarga vakolatan yana bir qatim chin ko'nglimizdan yurakdan salomimizni yo'llaymiz. Rahmat aka. Rahmat. Onda aka, mushu boshlaniblam, nayt yuqori kayfiyatda hozir, ha? Tunji sandilam shundaylik hammalar jo'shqin bo'qaldiq. Siz ba, shunda bo'atimiz aka. Mush naq maydonda, mush Mavlankamning bir naqshlarini seg'inib qoldik-chu, shaxsan men. Keyni gap qo'yayli desam, ko'rmanlarmi bek taqazzo bo'lib ketdi yashnanga. Bir naqsha. Şu qarindoshlarimiz uzundan beri mening naqshlarimni, usullarimni ko'rib, naqshlarimni anglab kelgan. Vaholanki bir mahal ekrandan ayrılib qoldi. Hamisha nurg'un savollar tushganchu menga. Nima deb ekranda yo'qolib ketdingiz? Bundan keyin sahnaga chiqmamsiz? San'atdan qo'l o'zdingizmi? Bu 3 savol meni o'ylantirdi. Mishada sizlarga va ekran oldidagi barliq qarindoshlarga deb qo'ydim. Odam her vaqt sağlam salomat bo'lolmaydi ekan. Shuningga bir mahal ekranda neri o'tdik. Endi saqsiz bo'lib qolgan vaqtimizda biz hadis ekranda bo'lolmaydi ekanmizda. Yosh sal cho'ng oldik. Endi biz davomli sahnada turishning o'rniga sahnaning keyinda biz qiladigan nurg'un xizmat bor. Ijodiyat bor. Biz o'zimiz tarbiya olgan, yetaklangan bir davrni ko'rdik. Bu davrda bizlarga ta'sir qilgan nurg'un ustozlarimiz bo'lgan. Ular bizga ta'sir qilib, shu davrda bizni yetakladi. Endi biz yana bir davrni yetaklashimiz kerak. To'g'ri. San'at sohasi va yoki mening yana bir shaxsining xos narsa emas. Bu insoniyat kitobi. Faqat bu xosligi bilan orilib turdi. Masalan, mana tug'an bo'lsak, Nurali bilan. Nurali hamda Allohga otiqa tortib turvasak, deb o'zim bilib, turdim yerda turdi masalan. Shundaqmi? Lekin afkor turdi. Deyishni bilish kerak. To'g'ri. Vaqtdan vaqtga bu bizim yaxshi qilib ma'mda kasb kichik qolgan kinapti. Desak bu san'at mening emas. Bütün inson. To'g'ri. Shuningga biz mushunda tug'an Nuralini meklab qilgan. To'g'ri. Misirdan tushmanda ishtiriyimiz oldiga chiqdi bu chapida. Keyni qaytamaydi. Chiqib qoldi oldiga bir qadam. Chapida ashta chaptirishimiz kerak. Mana bu yana bir davrni yetaklaydigan kuch. To'g'ri. Masalan, poyezdning buqisi bor, ha? 20-30 vagonning bir buqisi o'raydi. Shu ep boradi manzilga. Shu buqluq rolini o'ynaydigan odam san'atkor bo'ladi. Hozir naqshdan bizni esaqli san'atkor bo'lib qolamiz. Endi bu atalg'ini yomon jiq ishlatilgan bo'lib ketdi, xolis ishlatilgan bo'lib ketdi. Umuman mayli, hozircha buning uchun cho'mayli. Endi gapning mishni deyishdagi maqsad nima desa, men avval bir usul artisti. Anandan keyin usul rejissori. Anandan keyin etot oynash, drama oynash, lapar oynash, kinolarda rol elish, ancha-muncha she'riy maqolalarni yozish bu mening ishdan sirtqi havasim. Naqsh aytish deganda. Ammo hammani o'z navbatida elga yoqqida qila oldim deb o'ylayman. Uzun bo'pti. Ekranlarni oldida mikrofondan tutib sizlar bilan diydorlashmoqli. Mavlon Niyoz qayergan bil tik qayrmadi. Bugun men sizlarga akagan naqsham kalmisa temisidagi seg'inishlik muhabbat naqshi. Bu naqsha davlatlik birinchi darajalik kompozitor, muzikant, muqam ansambli Dilmurod Tursun ag'inning ijodiyati. O'rinlig'ichi Tursun Tilka.
O emasmi koshqini halimni bilsa kelmasa bir seni deb ming o'lib men bir terilsa kelmasa sen mening osmonda oyim yig'ladim oydin tilab yig'la yig'la oy yuzing 15 ko'rinsa kelmasa sen mening osmonda oyim yig'ladim oydin tilab yig'la yig'la oy yuzi 15 ko'rinsa kelmasa uncha bo'ri to'zg'almish ko'tkam 67 qon emasmi yoshlarım qaddim to'kilsa kelmasa yuzlarimdan ko'rmadim bu yerdagi chong to'zg'on yarni kim yarim degay yori ko'milsa kelmasa Mistallar tügep kelse baharının teptide Körpegimden yarını dep yağmur tökülse kelmese Eslerimden dalcıgaymu her tınık her bir tınık Gözlerimden yaş emes yarım tökülse kelmese Eslerimden dalcıgaymu her tınık her bir tınık Gözlerimden yaş emes yarım tökülse kelmese Alık evgillikte yığlay ne seherler uygunum dem azaplık küllürüm yılga bürülse kelmese Telmürüşlerden kurtulsam Eydoy bırak tolgunum Tümde yığılap tam gece Yolda yükünse kelmese Rahmat aka, rahmat. Bunda chiroyli naqsha bu. Haqiqatda yuragi badi. Kelmasa deymiz ki naqshganda. İzlesek tapqili bo'ladi aka bu naqshni ha. Mush programmamizdan keyin qo'yilib bo'lgandan keyin hozir tap qo'llanmaydi. Mana tonodan endi chiqishi. Rahmat aka, rahmat. Men lekin bir narsa qandak isqib qoldim-ku. Uning ustiga mikrofon tutmay aytdingiz-ku aka, o'zingizdan uslubida bu hozir. Mollaqdan bir so'p ketgan bo'lsa, mishada.
Umumda. Hem de man nakşininki keyfiyatına mollak etişler. Şu aka demek çoğunum. Lağmen geçiyor düşkendek iş bunu derdi. Bununla düşmeydi kelmesi. Buna da düşmeydi lekin. Gitsin. Yetim edip lan oradaki Lekin bana da ki yine bak ha ile turib. Hem demiş tamaşa billahi keyfiyatı qaraymiz. Lekin bugün çoğun mollaqdan birde görümüz aka. Bugün ma. Bugün. Bu şu Мәсәлән, абайым дейіштік қоймыш, еңі елді әмейлі hayatımız яңадан başlayылды деп сіз мо бір тәкітләп өттіңіз ғой aka. Ма кетім сіздің бір моллықыңыздан бар еңі Ma anlanlar arkadaşlar. Ma Çolpan Kelti programımızınki planı buladı ki. Yeniçi başlayımız da mollaktan birini atqızıp yapqızı bula etmekçi de mene. Şunu buna dikken ma Çolpan Kelti deyip yani bir sanık teklif tutması hasta ayaklarını taksi kılıp el mühür atıdığan iş mi yok. Bunda kek kılıp üstünü yaşıgo. Bunda kısa keldiğen iş çıkıdı. Ya lekin aka, o mu pek töven nispetine geldi o planımcı. Lekin Hem bugün de- qanday olmasa özünüz onda- bir iş beren aka cuma. Hem de talep ne orunlamay bulmaydı lekin hemen orunda kılın bulmaydı. Lekin kesip birden sevetme aka hazır. Ya- Hazır oturup ya şıkıp äge tutturam. Hazırça äge tutturan aka. Hile deyişler. Hadi dey cuman da olsa. Çıkıp ustaz sanatkarımızda bir hürmet kılımız aka yağın gelip kalsanız ben muşbet kesiyotuma. Kesme çıkarıyotuma kesiyotuma demine. Keyin seni çıkamayız aka. Manda mı çıkamayısınız? Ya daha mı çıkamayız demez. Başından çıkırıp kazanmış programını çürütediler. Ne program bakası yani bugün tatil. Onda o kendi ula verem aka ayağını kesiyotam da. Ya hazır ev atamda. Ya daha koymam size gelme. O busu. O kızık ev busu ben. Ma programımızda birden bir alaydıligi başlandı bilen şu tügidi. Aşı aralıkta hemen asla elinde cuma aka kesiyotilmeydi. Muş gaplarımız mı çıkıp hazır? İhtiyat kılkan program kemal. Onda olsa aka rahmet abayt yakın olan kamıcı japatat örtüğüzüp koyduk aka. Hem de oturapla ketem doq bırakla. Aynı akıllı lek. Rahmet aka. Bektes. El sadık. Özünüz yaxşı mı aka? Yakşı herhalde. Nemişlerde aldıraşıdınız yakın ayakı. Ben şu oldıraş emes mi ketsem oldıraşta işim yok mu ketsem ba. Ha. Ba mı ketsem bayaydı gidek bir işlerini kıpılanmadık. Bizden emmeylerninki, naq meydaniki tamaşbın ve körümelerinki aka. Kalbimizdeki Mevla niyaz dese, sizniki muş turğunuz ba, tursun dikinin obrazı. Ana diken sizniki sendiki oynağa usuldurunuz, gülbağ deymiz, nurgun naqştırınız ba. Şula göz aldığımız kildi aka, lekin körümelergi tekimi işkirlep kirgen vaqtlarda sizden muş turmuş jayet kiştiriniz bize karanğucu. Muşni bırakla içiplam devitemdi o. Mesela yurtunuz ne, okugan mektepleriniz degendek. Bu sualdan ait yaxşı sordunuz kam. Bolup mu? Bizning davrimizda biz bilan tang çoğ bo'lgan qarindoshlar asosiyatini biladi. Hem de hazır çoğ bo'layotgan bolalarimiz, elinlarimiz, singillarimiz, farzandlarimiz hozir bilib ketilmasligi mumkin. Meningki yurtim avval tug'ilgan yerim G'ulja. Chelizninki Ugung deydigan bir yazı var. Aşağıda tug'ilgan, Ugungda tug'ilgan. O yerda tug'ilib 8 yaşımda kirgan vaqtimizda dadamning xizmatini Aksu viloyatlik o'ttir sotqa o'tgan shu sababli Aksuga ketdim. Anandan keyin men shu Aksuda cho'ng bo'ldim, Aksuning suyini ichdim, Aksuda tarbiyalandim. Shu Aksu farzand bo'lib hozirgacha yashayaptim. Zat nəydi aka? Bulcuğmu axsuğumu? Jungoq deydi. Musu ata-onamızın yaxşı tərbiyəsi bilan özümüz bilib bilmay el balasiga aylanib qopduq. San'at orqali özümüzün kasbi orqali nurg'un qarindoshlarimizniki chanqigan diliga bir tomchi suv bulalasak, bu qarindoshlarimiz bizga daryo qalbini ichib berdi ekan. Shu sababli men o'zimni oyalik-moyalikmi deb ketmayman. Faqat avval inson. Davlatim Jungo, yurtim Şinjan. Anadaki qarindoshlar Mevlan Aksuluk desimi meyli, G'ulculuk desimi meyli, Xotellik desimi meyli, el balası olgandikin el nelik desimi şu yerli. Onda saka okugan mektep transyo emis Aksu'da mı? Aksu'da 3. başlangıçta yani okudum. Toluksuz oturup çıkay degan vaqtimiz. Aksu sanat mektepten ballarını qabul qilib kelib intamilib shu sanat mektep men o'zimni qiziqishim bor. Bizning oilada asosiyatdan qonun soyasida. Dadam bosh sotchi, Aksu o'tir sotma. Akam sotda, acham chen sayende, taftishda. Akalarimiz Gunganju, Payso, Kanjuso, Jotong degan yerlar ishlaydi. Biz 12 bola, 8 o'g'il, 4 qiz. Men balaning 11-chisi. Mendin kichik bir singlim bor.
12 bala ta hozirgi kelgicha ota onamizning to'g'ri tarbiyasi bilan o'zimizning xizmatini joyida qilib, lekin shu sani bizning oilada san'at ishlarida mesela müzik, naqsh aytish degan bunda qalagan faoliyatchan bir xil jonliq navir chavirlargacha shu iqtidor bor. Mantiqa cho'nglarning yetaklishi bor deb o'ylabdim Yo'q, yo'q. O dadammi o'zi skripka, duttani ravrs chaladigan adam. Naqshni yaxshi aytadi. Opammi aytib chiroyli naqsh aytadi, dutta chala oladi. Akalari mamnunsiz ish qilib. San'at hujayirimiz kuchliroq bir oilada cho'ng bo'lgan. Qag'allamda qonun soyasi ishlaydi. Men san'atni yaxshi ko'rgachga tanlashim san'at maktab bo'lgan. San'at maktab imtihon berdik, Oqsuv viloyatlik san'at maktabda o'qidim. 85-yili imtihonni berdim. 88-yil 9-oyda o'qish bitdi. 88-9-oyda Oqsuv viloyatlik san'at maktabga, ya'ni Shapur qirliqlardagi Shapur akamizniki Tanjong vaqti shu vaqtida Abdurashid Imin akamiz Tanjongda shu mezgilda Oqsuv viloyatlik san'at maktabga xizmatga tushdik. Oqsuv viloyatlik san'at maktabga xizmatga tushib 92-yili Ürümçi'ye kelib, Ürümçi'de usul musabıqası oldu. Bu usul musabıqlarını tügütte bunun qatnaşıp qalan çaqda Altınraylık Naqsul Ümigi'nin ki rehberleri kökendikin ma bala oquşunu qaçan bitirip qancha yillik artist ma degendik o yangi oquşup bitirdi 2 yil bo'ldi misha ishligal to'g'ili deb shu gaplar bo'pti ekan. Kenandiki bizim o'yin qo'yib 92-yili yilning o'ttirsida Aqsuga ketdik. Ketib keyin menga bir uqtirish keldi. Ürümçi'den, Naqsul Ümigi'den çaqırdık. Bizge bir mezgil yardımlaşka C.D. odamda kullandı. Tekliflik işletiş. 92-yil şunu yenip geldik. Şu kelgençe mişe turup ketip 94-yil resmi itimine geldi. Şunun yankı Altınraylık Naqsul Ümigi'de yana bir isil ustazdan quluğa düşdük. İsmini tilg'i etiş gerek. Su içkende quduq qazıq üçün unutmadı. Biz şu san'at sohasidagi qarindoshlarniki kasbi axloqida o'zimiz qozongan natijaning keynidagi jafokeşlerini çokum evvel tilga ilish kerak. Erkin Qutbiddin deydigan bir akamiz Şinjan Naqsul Ümigi'ge Tanjong mezgili. Erkin Qutbiddin akamiz yetkep keldi. Şunun bilan 94-yildagi Jisizje Jungo Yishuje 4-nömetlik Jungo çoğ san'at bayrami Lanjouda o'tkazildi. Şununga asosliq artist qatorida taklif qildi. Shuni xizmat qildik, shuni bo'ldim ishlaysan, ketmaysan deb. Shu Erkin Qutbiddin akamiz shu vaqtdan tortib bizlar shu umakda muqim artist bo'lib ishlash sharoitini yaratib berdi. Aqsudagi Abdurashid Imin akamiz, Ürümçidagi Naqsul Ümigi'dagi Erkin Qutbiddin akamiz bu ustozlarninki artistlardan qanday foydalanadigan, artistlarni ham dedik-ku, qanday ishlatiladigan, buni qanday ishlasam bo'ladi zodi. Bu qanday ishlasam menga bir kuch beraydi bu. Deydigan ideya tal tüküstü olur. Hem de bizde kasbi qiladigan odamlar boshqa. Ammo rahbarlik o'rnida turib, kasb egilarini bayqash, uni qanday ishlatishini biladigan odamlar boshqa. Abdurashid Imin akamiz bilan Erkin Qutbiddin akamiz mushuk ustoz dal shunta kerakdir. Bayqay oladi, unim yarata oladi. Şununla bu ikki ustozning qo'lida tarbiyalandik. Shuningga barbara ta'sirlarimiz kelib, elning qalbidan o'rin oldik. Onki tunji chiqagan asrangiz qaysi ekan olsa? Meniki sani asrim avval usuldan boshlangan. 92-yil 8 Ürümçide o'tkazgan usul bayramida ishtiyoq degan bir yolg'iz kishilik usulni o'ynagan. Ammo men o'rinlagan shu asar shu. O'zim ijod qilgan asar bundan keyin keladi. Bizning ko'rganlarimiz shu 95-yildan keyingi naqshlaringizni biz bildik-miz shaxsan men. Onundan burunqlarini toza ko'rib baxantimi. Tapqil bulamda ka. Onundan burunqini üzemmi tapamman. Bu vaqtlarda qandaq manda telefonlar yo'q. Va yakunda saqlab oladigan narsa yo'q. Bo'ying deylani, o yog'liq yo'ga qo'yang tiqib saqlab o'ynamay qilmoqlar ekan. Onu saqlab o'g'ilolmaydi ekan. Men Aqsudan boshlasam bo'ladi bu gapni. Xizmatga o'rlashgandan keyin bir Turkmenda jutlardan kelib o'yin qo'yishlar bo'ldi-ku. O vaqtlarda işte o'yin qo'yilib turadi. Eli G'uljidan keladi, eli Qashqardan, eli Xotandan, eli Turpan, eli Qumul ishqib aylanib o'yin qo'yib turdik. Bu vaqtda madaniyat almashtirish yaxshi vaqtida, lekin nayt cevherlik sana şekillerini almashtırıp başta ügünettikdə. Özümüz oturup gördükdə mesela o Turpan'dan kaptı. Xotan'da vaqtda Ahmet Çallah var. Qashqar'damış G'olib Reyimlardan tatib Mahmud Sulayman. Qashqar'da vaqtda G'eyni Salay, Eysajan deydigan Asqarmış. To'sinmanqi deydigan bir usulchi var. Dağlıq usulchilar. Bular ham bizning dematliklerimizden shular Qashqar'da vaqt. Ma Turpan'da Semih Osmanlılar, G'uljidanmış Abdurahmondan tatib hammasi işte şu o'yin qo'yish badikallar qiz tunishgan. Şu mezgillarda jutlarniki viloyatlarniki naqshchilari, usulchilari bu naqsh aytadi ekan.
Onu kesip usulken nakş edik. Ya bizden bak usulçulardan bir nakş etadiganlar çıkmamdım da hareket kılıp nakş etip bakmamsızlar degendiken ben o vaqtda men Etaylı dep sattım. Ben de mayli bir tevekkülçü rakamdı. Etaylı dep. Endi qizg'i bir şey chiqdi endi. Shuning bilan bolodan da sen tayyorlik qil, bir hafta vaqt dedi. Qulamni ko'tarib qoptiman. Yen vaqilib teqib bo'lmaydi. Qanday qilaman deyman-da. Shuning bilan oxir 2 naqshini taqib Hindistonning naqshidan birini tanlab oldim men. Qaysi naqsha? Hozir esimda bor. Jimining naqshi. Jazz deydigan bir naqshi bor. Hayır deryadagi pichillarana da 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 dance deydigan. Moşunu tanlab olsam bo'ladi. Moşunu aytman. O vaqtida bizning odamlar yangi ijodiyatlar bo'lmagandikan, bunday xalq naqshlarini zamonaviy muzikal o'rlashga qo'qaydik. Cho'nglar, naqshni buzibdi. Hapulaydigan. Şol aşı naqshlarni tanlab oldik. O vaqtida denizchilar yangi chiqqan vaqt o'rlada qanday tekshiraymiz dedi. Qarsak, ay zalg'i kirdi. Tanjonglar idoraning rahbarlari Lonxuaju'nun rəhbərləri, mədəniyyət idarəsinin rəhbərləri həmisi oturdu. Mənə kippoğaça həm oylavatımən, qandamı qılamə deyməndə. Nimiş kitəməmişədi. Görkəmlik Mevlan Niyazının oruluşı dal deyən bir gəp anlap qaldı. Sənin oturda bir mikrofon cihazını qoyub bəgən. Sancaqlıq. Mən naqşa yetişdim, mollıq yetişik səbəbçi Bobqağa yeri məşədən başlanğan. Mən ciddilişib u yerdə can qılıb başlanğan yügürəb çıxıb mollaqni can mollıq et gitdim mən u yerdə. Bu mening ciddiləşkinimni bilməy, ulu qattiq cavab görüb gəldi. Şunun birkən mollaq şurada mikrofonunu alıma, şunun naqşini eytime. Hem de bunu sancıp koygan mikrofonu tatip ilişini okumaptım cuma ciddilişe. Ama yani kandaksan buladı manında mikrofonu tutup manda yeri sepuva cazı bilen götürüp jürüp mikrofonun cazını yeyli üreymen, yeyli tişleymen, yeyli koyman. Uma bir erkek şekli oldu. Şunu yeyli yatkızı oldum. Bulağı yarab ötep gittim ben korktum. Men bu yerda jiddilashib qilayotgan ishimni ular qilmaydi. Voy, chavaq degan burkamda tugidi naqsha. Ay, hosirab ketibdim. Voy, chavaq choldi. Xodis xodaydi. Abdurishkam. Kusprash. Harakating abzab armalar dedi. Armaldiq shuni qolgan. Buni tekshirib bo'lgan ekan. Shukam ishxonaga chaqirdi. Buningdagi naqshimni aytishadi dedi. Dedoq. Shuning bilan naqshi bo'lib qoldim men idorada. Uyan qo'yg'il bag'ayadil naqsh etme. O vaqtida Aqsu Umakda naqsh etadiganlardan Xushtar Ablimid hozir mana shu opera Umakda. Xushtar kam batdi. Qolganlar cho'nglar. Hamda yoshlardan Xushtar kam. Men kim musobaqalarga qatnashdik, viloyat bo'yicha o'tkazilgan musobaqalarda birdan Xushtar kam ikkimiz shu birinchi, ikkinchi degan qo'ldan bermaydiq natijalarni. Ayndaq kelib Örümçiga kelib shu mazil kelgan vaqtimizda meniki qoptiqlin tishlaydigan mazgil avjabdika. Meniki Faryod Şinjan oğlanı degan ikki qoptiq lintam shu mazgilda chiqqan. Shu naqshini aytish jarayonida barbara o'zimizga ta'sir qilgan san'atkorlardan ki naqsh etish uslublarini qabul qilish orqali taqta o'ziga xoslik bir xoslik bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Deb shuning bilan mening asosiy xosligim nima bo'lib qoldi? Usul o'ynab turib naqsh etish. Onun uchun o'zimni yaxshi ko'raman. Bu naqshini aytib chiqib olsa gumba muzika usulduk naqsh etsin hocam, lirik naqsh etsin hocam, musibatlik naqsh etsin hocam, hammada jumlada aytsak mı? O'tish kerak. Deb shuni qilib asos jihatdan tutgan xosligim harakatchanlik bilan shaklda namoyon bo'lish. Shu vaqtlarda uzun o'tmaylar bunda sash Gulbog' degan naqshlarni aytib o'tgansizda. Osh naqshlarmi bek yaxshi ya, Mavlankamninki bambin sibak taqalgan-ku Gulbog'. Hamda aka bir kichik talab gapingiz bo'lib qoldim. 2 misra bir anglab boqaylik. Bo'ladi. Shu naqshdan. Hozirlamki. Buni oldida hamda bunda bir tushuncha berib qo'yay. Bu qumul xalq naqshisi. Nurgun eğitilgan bu asli. Jık eğitilgan nakşılar. Kumulda mı eğitilgan, turpanda mı eğitilgan, jut-jutlar da eğitilgan. Ama bir mezgil ne oldu ya? Xalqning eğitkisi kemmidi. Eğitkisi kemmegandeken anadaki mən etdim. Bana işmekçi olgan bolsa, şunda işkim var. İşçey dese qimmatga yoki bir kuni içimen go deymiz. Ama muştunga kundi ko'z tikimiz. Mening bo'lib qolgandicho
Bunu ko'z tikmaymiz. Ya eli işe ya müsezze tabiatı işeme. Xotirjam bo'lib boldik da. Endi bizning bu xalq san'atimizdan, xalq naqshlarimizdan biz xotirjam bo'lib bo'lgan ekanmiz. Toshvatmagan emas, yaratmagan emas. U biznikida. Biz xotirjam ekanmiz-da. Xotirjam yashayotgan qarindoshlarning ichida hamda xotirjamsizlikni buzib men o'qidim buni. Texmi xotirjam bo'lib ketayda. Saq bir yaxshi bir asar bo'lib qoldi bu. Aytib berishni talab qildim bu. Nereden başlasak ular? Bishidla. Gülbar ey gülbar, bağda kızıl gülbar. Gülbar ey gülbar, bağda kızıl gülbar. Aşu begimda oynaydigan zılva boylu kız var. Aşu begimda oynaydigan zılva boylu kız var. Unda bulaymikin, bunda bulaymikin. Unda bulaymikin, bunda bulaymikin. Yani unda yalğız deydu, hemra bulaymikin. Yani unda yalğız deydu, hemra bulaymikin. Musu naqşı. Rahmat. Bir mollaqlık kalmış adaka. Abay degan bo'lmasa. Hazır tek vaqt kelmedi bu. Musu naqşı şu. Hem de bunu sel biz tizletirak qilib anandikin bununla qarmayliq merhaba deydigan bir singlimimiz bor. Şu kız oynadı usulni. Şu yaman yaxshi oynagan bu usulni. Üzümüne esiyat jihatdan mush naqshlarga moslashib. O vaqtda biz bir merhaba usulni tayyorlab, o boshqa edi, biz naqshlarda suratga oldigan vaqtida kelgandikin ba'zi bir usulchilarda masalan moslashanmaslik bo'lib qoldi. Lekin o qiz shunday yaxshi moslashgan shu vaqtda. Shuning bilan bu moslashlar orqali Tazını tuncuqda ekranlarga berdik. Bununki muzikasini Ablat Ablikim akordash to'g'an. Shuning yanqi Mavlon Niyozning naqshi bo'lib qoldi bu. Bu Mavlon Niyozning naqshi emas, qumul xalq ahangi. Lekin aka sizning ijodiyatlaringiz bekchiq-ku. Ijodiyatlarmi bor. Masalan 2022-yili Asqar Raqib akamni ziyorat qilgan vaqtim bir deb o'tdik. So'ygu degan shu laparning ijodiyat sizgansiz aka. Biz faqat o'ylamabdimiz uni. San'at sohasiga qabul qilingandan beri nurg'un numurlarni o'rindabdik, naqshlarni aytibdik. Shu jarayonda bizga nurg'un narsalar to'xtamay ta'sir qildi. Anasiga menda bir xil magnit xarakterlik bir xil hissiyat bor. To'xtamay o'zim yaxshi ko'rgan narsani tez qabul qilib olaman. Mayli naqshida bo'lamdim, mayli usulda bo'lamdim, mayli muzikada bo'lamdim, qatarabdim bo'lsin. Shuni tez qabul qilib olaman, ammo oshininga o'xshash yoki oshinindan oshirib yetkidak bir narsa qilmoqchi qo'yib bermayman-da men. Şunu bu naqsh etdik, naqsh etgandan keyin o vaqtda ijodiyat naqshlar yo'q. Aytayli desak. Jiq chiqmagan. O vaqtda masalan Ablikim Yangaq deydigan bir naqshi bor shu vaqtda. Ablikim Yangaqning naqshlari toza avjayotgan shu naqshlarni jiq aytadigan. Yangi naqsh aytib baqayilsa bo'lmagandan keyin o'zimiz g'inish baqdiq-ku. Tutani tutulib, oyani qilib, o'sha qilib, ancha-muncha bir narsani qurashtirib aytib baqdiq. Keyin anandan keyin toptira deb ko'plama jiq o'zimizning tajribasi juqlangandan keyin ancha-muncha naqsh ijod qilib baqayli dedi. So'ygu degan bu naqsha 93-yildagi Faryod degan Yuanshingdayda aytamiz vaqtida. Qapliqlentda. Loyingdayn. Shu Yuanshingdayga chiqqanimiz shu deydi 93-yili naqsh qilib aytgan men. Buningki tekisining avtorini topamadim, ta hozirga kelguncha bir gazetdan ko'rib qolgan. 93-yildagi Faryod degan deyda, ama shu naqsh qilib aytgan. Bu lentani chiqqanini Xemmet deydigan bizningki deychilik qiladigan shu vaqtda deychilik deymiz. Shu unsi nashriyatshilar bilan shug'ullangan. Shu chiqqan. Ashunda naqsh qilib aytgan men. Keyin analikin yo'q. Lapar emas. Ammo Aqsu san'at maktabida laparni jiq o'ynab, biz shu vaqtda Xotandagi Sulaymon kam ustozlar laparni o'ynaydigan odam jiq emasdi. Urumchida Mehmet Davud Kambatdi, Maryam Nasrov Baylavati bu ustozlarni. Vakshig'ol, kurashlar jab ustozimiz. Sudiyadam bilan Sulaymon kamlar. Asosiyatda laparni tutgan şu ikisi. Biz şunu yaşlandığımızda ben çıkıp Aksu Ümek'te leperini ben oynadım. Benden bunu oynayanlar var ama çıkrak hem de devamlaştığını ben. Bunu da orundap gelgendiken zemnağıma bir tecrübem var. Şununla Asqarga şununla mesela bir televizyon bir narsa berdigan bulapqan. Şu Asqarga moşinni doktora moşini bir leper özgerteyli. Deb şunun bilan bunu
o'zgart lapar qildik. Ha. Abdurahmon akam qildimi buni muzikasini keyin akkordlashtirgan chog'da Dilnar Abdulla bilan Asqar Aqibga lapar qilib o'zgartib berdi. Bu aslida bir mukammal ijodiyat shu vaqtda 93-yildagi. 93-yil chiqib olgan amaliyotda aka. Zaman ijodiyat. Lekin Pak sögümni qo'yib atdim havoga. O nima bo'lsa, menga tushirganlar mening mijozimga tushirganlar tekisga. Sho'xlig'imni chechib atdim yo'llarga deydigan yerini tatib menga tushirganlar tekisga. Shuni men bir naqsh qilgan. Mushu naqsha, mushuni baningda keyin chiqqan yana bir tatliq deb birisi bor. Mushunga o'xshab ketadi. Sen mening baxtim deydigan. Anglagan. Mushu Gulbahrayim bilan ikkimiz o'rinlagan. Bu mening ijodiyatim. Endi ijodiyatlarni sanab qoldik masalan. Buningda Pig'alliq naqsha deydigan televizordagi Pig'alliq naqshi degan naqshining o'zimi shu. Muhabbat go'yo bir dengizmi shu. 92-yil Juxay deyishligi. Buning jarayonini deb bilsam bek ta'sirlik, bek kulkilik. Shu dengizningki bo'yida bir yotoq bor, shu yotoqda bo'layotgan ish bor. Shu yerda mandal desak, men bilib olgan, og'inam g'oyib bo'lib ketdi, to'satdan. Pul uningda. Men yotoqda yolg'iz qoldim. 6 tarliq gitar, 5 tarliq bo'lib qolgan bir gitarim bor. Şu gitar qo'lamda, gitarning bital tarag'idek pul yo'q, yotoqda o'tirma. Shu mezgilda shukr o'lkadagi shu qarindoshlarningki hemen ta'sirlanganman. Jo'xay za dengiz ko'rinib turdi, yotoqning lantida shu gitarni chelib, bir naqshi va aytma Liu Langjiga. Bu ya wo chong na li la. Wo de gu xiang zai ve mushni aytma. Şunun ahir 2 kiloda aşçıma, assam kız kirdi. Hazır naqsh etgan sen mi deylarsa. Bu yotoqni sen necha kun bo'ldi yotoq chiqmabsa, bu yotoqning pulini to'lamabsa, bu qanday bir eshik fang bermadimati tugidi qo'yibka. Fang bermad, bir eshik fang bermad, bir tal fang bermadni 2 kun yedim. O'tirdim o'shtab. Pul yo'q. Taloq chiqolmaydi. Yig'lab ketdim, ko'zimda yosh chiqdi. Sako, yig'lama. Nima bo'ldi? Mushtamishda ahvol, mushta qarindishim qayib bo'lib ketdi. Men tapamadım pulumu açnağın dedi. Desem turib ketib. To'xta deb. Fuyandim birini bor deb. Bizde de chaqirib chiqdi deganda qildi, chaqirib chiqdi. Çoğun maya taqqa mushningga mush qarindishi tepilgicha pul olmaysa, u yerda Shinjongliklarning tamoq etadigan yeri bor ekan-ku. Shinjongliklarning tamoq etadigan yerga mayli apirma buni. Asharlik qilmayadi yotoqni pul olmaysa. Shu yotoqning boshliq ekanda bu qiz. Bunun dadısınınki şu adı Juxayda nurgun bingvalları var ki o şimdi onu koymak böyle. Bu aşağıya bu kızı başkırdığa yakende. Bu gapni anlap yürek cayığı düştü qovka. Taliyiniz bir gapda aka. Şu vaqtida aşı kız kirişten burun bir eshik fang bermani yapılışın bir tarafdan jutni seğinime. Bir tarafdan yeliq yo'qolib ketgan kuspurishni seğinime. Pul paydo pas bo'ldi deyman. Solturib, şuna bir muhabbet go'y. Oldimda dengiz turibdi. O vaqtdagi men deyotgan muhabbet yurt. Asli mensi yurt go'yo bir dengiz. Yurt muhabbet bu. Yurt muhabbeti. Seğinishli bo'layotgan. Yurtda Allohimizni seğinimiz, badi keldi, saboqdoshlarimizni seğinimiz. Bu seğinishlar qatlam bo'ldi ekan, yanchiqni bishimi qilmay bichara bo'lib qolgan chaqda nurg'un narsa seğinib kelsa. Seğinmaydigan narsa bo'lmaydi ekanda. Ras. İşenmisanglar, pulunglar bu vaqtida qarab beqinglar, bir odamni jiq seğinib ketmaysizlar. Ko'ldaylik ama o'zinglar biladigan ardishligan odamlarni, yaqinda adash shu yaxshi, bir vaqt tamoqni yelma, mayli deb. Ammo pulunglar bo'lmasin, nurg'a odamni seğinish. Shunda seğinish elkida, shu dengiz qarab bananda ekan. Turibman har kuni sen. Mush melodiya kallam keldi. Şunun ulanlam, gitarni epmişni ulaylaş. İcat qildik. Hamda 92-yil buni icat qildik. Undan keyin men Urumchiga o'tkirib ketib bo'lgandan men Pig'alliq naqsha, o kinoda o'zim rol oldim. Mushningki asosiy naqshini degan vaqtida 25 minut tutgan aham shu. Bu amaliyot aka shu kinoga deb turib qilgan ijodiyatmi? Şu vaqtlarda, şu mezgillerde VCD'chilik bir avjaga vaqtlarda kinolaringiz bir chiqdi aka. Jiq. Shunda deylarda jiq ko'ratdik. O jiqlardan men atrofimdagi bir ikki do'stim bordi. Yomon ta'sir berib qo'ygan bir kino bor shu. Qon yoshlik qismat to'g'ri. Shuningda endi sizni ko'rib uyushib ketganlar jiqkan shu. Hatta Qashqarda lamponcha lampon bermagan. Onu da şu bir kızga erişimen deb turib xato yo'lda erishgan, bunda ishlar bor-ku. Shu narsalarni ko'rgandiki, mening atrofimdagilar degan shuni ko'rib uyushib ketganman Mavlon Niyozxon. Hamda odam ko'zim shundoq ko'rindi. Adam dedim hamda odamga shunday qilib har tarafdan yiqib bo'g'ilmaydi. Nurg'un hamma narsani shundoq ekan deb o'ylab oldigan bir ishimiz bor.
O hamma odam yaxshining rolini olsa, eskining rolini kim yoritadi? Mening shunda yaxshi rollarni og'im bor. Menga kammam deganda bunda rol deyman. Yorganda. Endi mushu Aziz Nurali dedi, qon yoshli qismat. Mening o'zimcha og'ir rolim bo'lsa qirliq istaka. Dastlabida ishlagan film Beijing bilan Xinjiang kino studiyasida bilishib ishlagan. Tongzopianlar Damo Yingshun. Bayavandagi Baturlar degan. Şu kino. Ana ondan keyin qirliq istakan. Qirliq istakandan keyin qon yoshli qismat, o'shkan yulduz, fojialik taqdir, qaroqchi hamra, tundiki kulanga, o ishqib jiq. Qirg'iziston nechinchi yilning? 98-yilning. Bayavandagi qahramon. Bayavandagi Baturlar degan 95-yilda ishlagan. Chiqib tunji filmingiz shu kunda unda desam. Sizlar ko'rdinglarmi-ki, o'qimadim. Mush yaqinda men oshni 94-yil ishlabdik-ku shu nimani. Men qarasam kesib chiqarib qo'yibdi-ku. Bunda qarasam siz bo'ylaqay Shangangninki. Ya ash mana mushu qol ash kinoning yaldamisi. Mada qisam yigildi. Mishyadim mashki barmoq miyaga chaplashib qolgan, miyamda suni. Anda o'zim atılgan ba'zi qiyin harakatlar o'zim qilaman deb. Qilmamdim. Qo'sam xeyli roz ishlabdikan shu vaqtda. Ot bilan qo'qlaydi, meni otdan tushib ketib bosh. Qonda talinib qolgan-ku shu kinoga. 94-yilda Urumchiga men yo'tib bo'lgan vaqtimda shu kino ishlaylik keldi, qarindoshlar deb vaqtida men bir ish bilan bir rasmiyatlarni yo'tkazib Oqsuv borman. O vaqtda iliq rasmiyatlarni bunda pochta orqali avatib turgan shu o'zimiz berib ekilimiz dongan bir tamg'ini büsib bir do'biratmay izlab shu bağa vaqtimizda kino ishligili kelganlar, meni ko'rib ma'bali cho'g' degandiki bo'lmadi dedik. Mushu balani ishlataylik. Do'y men mamda rasmiyatlarim so'kil kelgancha rasmiyatlarni mushtigini o'g'irlasang so'kilida, bu so'kilmaydi deb shuni chaqchaq qildi, shuni ular bo'ldi deb Aqsuv ishildik bu filmni. Buningdan burun bizning bu Xinjiangda Xinjianglik artistlar yoki bo'lmasa unda Dongzopian ishlab baxmidi deb o'ylabman. Ya, tunji Dongzopian shu Xinjiangdagi. Uningdan kiyimi yo'q aka masalan hozirgacha. Men oldinda men o'zim bir MV shaklda hamda shu kanoni doğrab bir qilay deb ham Xinjiangda yo'q-ku, bundan bir ishlanib baxmagan deb o'ylab ekanman kalamda. Lekin bizim ani ishlab taqib bo'lgandan keyin do'yingda ko'ra qoldim, ko'rib opla bu Mavlankamning keyinda qaptimanda yana. Sizniki ashuni ko'rdim, bo'lish kerak bundan uchun. Shunda yaxshi bo'lgan. Nemişki yaxshi bo'lgan deymiz desang, qilmaslikdan qoladi har qanday ish. Ayda bir narsa qilish kerak. Cho'qim taraqqiy qilamiz deydi ekanmiz. Cho'qim bir odamlar bizga ta'sir qiladi. Mayli cho'ngling ta'sir qiladi, mayli Shivashinga ta'sir qiladi, mayli yana birisi ta'sir qiladi. Mayli kim ta'sir qilsa, ta'sir qilib, buning to'g'ri tarafini qabul qilib, o'zimiz shu tarafdan yuzlab taraqqiy qilib baqsaq bo'ladi. To'g'ri. Buningdan burungi vaqtda men o filmni bayqamagan vaqtda Mavlankam faqat Xinjiangdagi oldingi davrdagi bir kinochiliklarningki beshi bo'la olgan bir shaxs deb o'ylaydim. Andan keyin naqshi usul jihatdami o'ziga xos bir aloyidligi va boshqalardan farqlik yo'riq holat turadigan bir tarafi bor deb o'ylaydim. Lekin ani ko'rgandan keyin men yana boshqacha hayajonlandim demakchi aka. Yana bir qatim qoyil oldim aka sizga. Buningdan keyin haqichan yana to'xtamay bir asarlarni ishlab tursiz deb o'ylayman. Biz mu shuni umid qilamiz aka. Jon tanda omonli bo'lsa, sog'lom, salomatli bo'lsa, medirg'ida qilan bir madarim bo'lsa, chuqum elning mendan kutayotgan umidini yadi qo'ymayman. Sudingizmi? Obidadan miratal o'tlitamda qachon deyakida. Kiyimga chachiraydigan ishi bormi? Chachirmaydi jumaga. Mush yalni chiqirib etmiz chachiray mana. Abidani müşta çaçırmaydigan ishlayapmiz. Abid yaxsiz to'g'riliq yaxshi tushunib oldik. Kelib chiqishingizni ko'rmalarga nisbatan qarang'u degan yo'riq bo'lib ketdi aka hamma jihatlardan-chi. Endi mush programmamizdagi asl savoliga kelamiz. Xo'sh. 8 savoliga. Birinchi savol. Siz bu yil zoti qancha yosh? 18 yosh. Burunqi sizniki obrazingizmi mushu? Tursuntekidagi obrazingizmi mushu? Faqat o'zgarish yo'q sizda. Yoki yillar o'tdi nurg'un odamlar tuyuqsiz ko'may bir ko'rgan vaqtimizda osmon zamin farq qildi. Lekin sizda undan narsa yo'q. Sizda unda cho'ng o'zgarish yo'q deb o'ylayman, lekin yosh jihatda qiyirib menayotganingiz rost aka. Necha yosh kirganda deb ko'rmalarmi balkim 71-yili 7-oyning 28-kuni tug'ilgan. Bu yil 52 ga kirman. Kirib qolgansiz aka. Endi 27-oy kelsa majbur. Ma 1-oy ma 7-oy kelsa 52 ga tushirma. Kiriliqmi deb. Salomat bo'ling juma aka. Deb. Rahmat. Endi nurg'a odamlar o'zi Nurali deganda menda so'rg'anlar bor. Siz ba'zida o'zida g'alit kiyinsiz. Izzat atmamsiz deydi. Voy bu savollarga qanday javob beray deyman.
Müşedemde bir deslik kıstırıp ötkim keldi. Abi Nureli dep bolgan. Nim dep qala degan bir gapni qildingizmi? Men yerda anglab o'tdim. Mushu narsa bizni qatlam xunuklaştırıp etdi. Tan qeriydi masalasi deb qo'y. Ruhni yosh tutqilurdimi? Tanga amal yo'q. Ammo ruh yosh tursa, qeri tannimi yoshlarda kontrol qiladi. To'g'ri. Ruhiyatni uzuqlantirib turish kerak. Masalan, 40 yoshga kirdim. Tamam. Po'rang, to'prang o'llik kiribdi, oppoqdib bir xil narsani kiyimiz. O'shundoq qilib, ozgi mijozimiz mo psixik tarafdan to'prang bo'lgan ekan. O'shab turdi. Bolu deb, "Demdi to'pining ichiga kirib ketimiz qana." Anda qana. 40 dan ochdingizmi? Mening odatim hamda. Yosh bolalar qanday kesmam shunda kiyalayman. Beden sharoitimni shunda kontrol qilib turgan. Keysam bo'ladi. Rangli kiyamdim, qizil kiyamdim, yeşil kiyamdim. Nima keysam bu mening qolishim. O mening g'alitligimdan darak vermaydi. Mesela bir minutda qilib yurmayman. Nima yaxshi ko'raman. Ruhiyatni sağlam tutuş kerak. Yosh bolalarga o'xshash bir jasoratli turish kerak. Anandikin bizda 50 yosh kirgan chaqdimi, unda tursa, hadi Nureli o'chkimizda turib, bir ishga bizim o'ynaylar desakmi, vaqt yarib kelib qolsa, erkak qilib qolsa, Nureli yetishmasligi mumkin. Rost. Shundaqmi? Nimada mal gapimda ishlasa, ruhiyatni saqlam tutgan vaqtida, ruhiyatni yaxshi uzuqlantirib turgan vaqtida, qo'saqqa yapla oshqozonni chiqarib olmay, ruhiyatni obdan saqlamlashtirib, uzuqlantirib, ruhiyatimizga ko'ngil berib qo'ysak, o'zimizni ozod tutsak, ko'ngil ko'ksimiz ozod bo'lsa, xalqning kaygini bilan aralashmasak, o'zimiz xalq yarashtirib kaysak, kiyamdoq, keymamdoq, oli yeshil bo'lmadi, xalqning nima bo'lsa ishini qilar. Bizam xalq nima desa davasun. Aşında yaşayalığa vaktimizde ruhi azadlıkka erişimiz. Üzümüzün ruhiyetiga üzümüz bir azadlık verimiz. Azadlık belgendiken siz nimme keysiniz bir xil yaraşkandak. Mesela usul oynusunuz bu bir hareketleriniz qo'lishayotgandek his qilasiz o mesela bazı çağda. Moşu ruhi keyfiyatınız azadlık, erkinlik berip etkeniniz. Siz özünüzün bedenini, özünüz ideyenizni qamallı öyle usul oynap birazcık sat turdu. Bunda oynayısınız anladın. İçilanmay. Şunun hiçbirimi qo'lashmaysiz. Kiyim keysiniz yaraşmaydı. Yaraşkan kiyimmi bir yer tartışkandek. Yarıştı mı da işte bunda turuluz. Yaraşkan kiyim mesela çocuk tursa. Jeni kıldım yarıştı mı? Dep yaraşmaydıgan qilib qo'ydi. Şunu azadlık, bedenge azadlık. Adamның bütün bedelleri bir-birisi bilan munosabatni bog'langlar. Bu bir-birisiga qarshi chiqib qo'yib, notunish qilib qo'ysanglar, o'zinglar ideyada mumkinmaydi-ku. Hammani biraqli tunishtirib, bir-birisi bilan giralashtirib etgandan keyin moya hammaga to'g'ri uchur bergan vaqtida harakat qilsanglarmi, tach tursanglarmi to'g'ridak. Bunda mangsanglarmi bir derashtirib, qo'llashtirib, bunda mang'idan bir xil ozodlik bo'ladi. Bu ruhiy kayfiyatdagi masala. Ruhni oziqlantirib turish kerak, ruhni saqlam tutish kerak, ruhni ozod tutish kerak, ko'ngil ko'ksi ozod bo'lish kerak. Shuning uchun siz nima ish qilsangiz, harakatlaringiz qo'llashgan, nayta bir kiyim kiysangiz yarashgan, ish bir xil tortishib qoldigan bunda ish bo'lmaydi. Mushning o'zi ruhiyatni qo'shal tutganlik. Ozod tutganlik. Shuning hamda erkin azodi kiyining. Xalqlar nima deb qilishini siz belgilamang. Xalqmi belgilamesin. Qo'lingiz oldingiz, moshni kiyaysiz, vaqt kelib chiqqan. Mayli qizil bo'lamdi, mayli sariq bo'lamdi, mayli yeshil bo'lamdi. Manda bir ishni qilaya, deb shuni qil. Masalan, ma'nosi miyada bo'ldi. Moshni ishkim bor. Nureli ishchi bo'lammi? Birsili qapti. Men ishchi desam, set turammi? Mana moshundaq narsa odamni qo'li. Epli ishchim. Ya tasir geçip istakanda beni qilib tutun deb ishchitan. Ya ko'nmaydi. Shunda o'ltoqa vaqtingizda Nureli qo'lini uzatib qo'ysa, nomerte jo'qdim. Ajdavlab qoldi-ku. To'ti qo'lingni degilar kelib chiqdi. Ish bo'lgandikin uning qo'l Nureli qarg'im ekanmaydi. Ya onundan neymiş qilsa? Ya ishkim bo'lsa, shuni. Mujda azodi bo'ling degan gap. Hamma narsani o'zimiz qulpilib olamiz-ku. Qulpilib olib haqdir yomonlaymiz. Masalan, o mening uyimga ko'pmi qo'ymadi, qarabmi qo'ymadi. Uning vazifasi emas, sening uyingga kelish. Sen nima ish qilasan? Uning oldiga borsang nima bo'pti masalan? Ya u kela, ya ko'rishgan ya sen kelasan. Masalan, bu shundoq narsalar ruhiyatga ta'sir qildi. Misal azodi tutish kerak. Rahmat aka. Magaplan desangiz yana bir gap esimga qoldi. Cho'nglarda kichik vaqtda cho'nglar aralash, cho'ng bo'lganda kichiklar aralashda bir gap bor-ku. To'g'ri. Mushning moyitini hamda qanday tushunish kerak. Cho'ng bo'lsang kichik aralash, kichik bo'lsang cho'ng'a, buni yesh baqayli. Bu ikki davrni yig'ib narsa bu bir. Masalan, kichigingni cho'ng'a aralash, aql o'rganasa. Cho'ng bo'lganda kichik aralash, uni deb birisa. Onda asalı chiqib qolgan gap emas. Masalan, kichigimizni cho'ng'a aralashdik, aql o'rganimiz, ko'rimiz, bilimiz,
Endi sen çoğ olgan çağda kichikka aralashsa, uni deb birsa. Kichikka aralashganda yani deb birsa ham yoshlarga xos bir xil ruhiy ozodlikni o'zingga singdirsa. Hozir degandek dal joyiga keldimi shu? Demak, bir davrni yetaklab. Ha, bir davrda yetaklanib, yana bir davrni yetaklaysa degan gap. Yani Masam programmamızda xeli çoğun bir dərsliklər boldu deb oylayman-ku. Bunundan kimi təxi boldu-da təx suallarım tugab qalmadı. Hər bir sözünüzə çıxıb qayılığım texnik. hem istiqaldım, qo'rqmay so'raveringlar. Mayli makam, kutaverdim-mi keniga. Canım müşahediyen bir nesini kıstırıp koyayım ki ben. Hem de cıkrak dep koyayım. İki devlet var ki qara, qo'shni. Ma bir devlet davamlıq ma yana bir devletning ki chigirsiga o'tirib ki axlat tüküp koydu ki. Neçe maşın axlat tüküp koydu ki. Qili vergendikan vezir depti, şu padişah Bakat bomba diye mala çatak selvatıda hadisli axlat mışta tüküdü matırıp ki. Şunda mı? Sile ağlanın pasılığa maşınlap gül tükünler. Dise o neymiş ki biz gül tükümüz. O axlat tökse dese hey. Uladı bari şu. Bizde bari gül. Hamma insan yüzde barını başkalarına veriyordu. Bizde gül boğan ki gül bireyli. Uladı bari axlatken nemedi gülü. Bakaranlar ma gapni. Mana moşunda buluş gerek. Moşunda ma terbiye edek. Hem de biz barimizni berdikanmiz hamda yana bir davrga bizdan da hasadlik, chidamaslik, odamdan birsidan qusur izlaydigan, uning natijasiga chidamaydigan munda illatni beramdiq yoki buni qarib tashib o'tib bir odam biz o'zimiz qilamisak, o Nurali hijab yoqishnochiga juma deb buni alqishlab biz mushning uchun bir xo'shal bo'lalig'idigan bir hissiyatni beramdiq vallahi. Shuningga mujikaga o'xshash bag'rimizdagi gulni yana bir davrga to'kayli. Tikanlarni o'zimiz ep ketayli. Davrga, yana bir davrga tikini yo'q gulli bor ko'chini hozirlab beraylik gapim tugadi. Her bir gap turamiz cho'qim. Her bir aylanga ayrim kichikdan cho'ng'icha 7 yoshdan 70 yoshgacha bir gapimiz bor. Ta'sir qila olishini uchun ko'nglimda umid qilaman aka. Rahmat. Unda siz keyingisiga o'taveramdiq yoki o'taveramdiq? Unda siz ikkinchisi aka, siz Shinjonlik tonilgan aktyorlar ichida kimni eng yaxshi ko'rsiz bu tanlashchimi? Hozir ismini deyman. Ikkidan birini ham tanlaysiz. Birinchisi Xalmurat Ömer Adil Mejid. İkincisi tanlayım. Yo'q, bo'lmaydi aka, birsini ham. Kasbi san'atkorlar, kasbdoshlarim o'zininki iqtidor talantlari orqali kang tomoshabinlarninki qalbiga zo'qi huzur berayotgan barliq san'at ijrochilarining hammani sen andaqmidaq hammani yaxshi ko'rib. Onu bilmək aka, lekin yaxshi ko'rsiz, lekin tanlamasan bo'lmaydi. Tanlamasangiz bo'lmaydi aka, mana cho'qimlam ikkidan birini ham. Yemi bu ikisi tanlaydiganmi yerida? Adil Mejid o'ng qo'lam, sen Xalmurat Ömer so'ng qo'lam. Bu ikkisidan qaysidan voz kechay? Siz o'zingizdan aka. Ma ikki qo'lni qo'yib bizam dilni voz ketsam bo'ladi. Yo'q. İkisidan faqat bir islam. Çolpan keldi programımızda bas sualsıqı ben karşı. Zastatıllar qarab qo'yinglar. Ma cho'qim unda bo'lsa ikkisi qis muqim bo'ldi deb birlik etim tanlash fursati berdim aka unda uchun. Ikkisidan ham turdiganqa. Endi ma keyingilarda cho'qim birini tanlaysiz juma aka. Neni tanlaydi? Keyingisi Abdukerim Abdaz O'shur Salay. Endi unda fursatingiz yo'q. Ben karşı. Ya aka ço'qim. Hammasi mencha bu ustozlar to'g'ri tushunadi. Qiyin Ya to'g'ri tushundu, ama qanday desaq qo'y bo'ladi. Endi O'shur Salay akamiz umu ko'p qirliq bir san'atkor. Biz buni hurmat qiladigan bir ustoz. Abdukerim og'inimizmi? Itot sohasida yangi bir xil o'sishni o'zininki xos uslubini yaratgan, elga yoqqan, elni söygen hem elini söyündügen bir san'atkorimiz. Hem bu ikisining hamda birini tanlamani yaxshi ko'rmayman desa, men bularning hammasini yaxshi ko'rmayman. Yo'q, yaxshi ko'rsiz aka, lekin tanlang. O'zingizga uslub jihati yaqinroq yoqimsa o'zingizdan Mavlon Niyoz salohiyatingizda emas, shaxsiy bir odam bo'lish, ko'rinman bo'lish salohiyatingiz bilan. Ya mening ba'zi bir mijozlarim bor, bu Nur Salay, bu shu qarqamma tushidi, Abdukerim Abduzmi tushidi. İkilisini tanlaydi. Yo'q. Anında ötep oldunuz aka. İkilisini tanlayman. Fursatını berip oldum. İkisinden faqat birini tanlang. Aniki ötek. Anda olsa bu şu qarqam tanlayman. Abdukerim Abduz ag'inam bir ikkimiz bu şu qarqamning jihyarlaridan bizga ta'sir qilgan. Bo'ldi aka. Keyingisi ham sen Xayrigul Hasan. Xosiyat Qurban. Xayrigul Hasan. Endi mana Xayrigul Hasan xosiyat Qurbanni ishtik deyishimdagi maqsad. Xayriguldam To'g'ri Yemirkamniki shu Rajab To'paqning ayoli.
April'den rahmetli tugab ketdi. Bu ustozmo ajoyib bir xil aktyorlik kasbida gap ketmaydi. Bunda desak, mush Xayriguldamdek universal rol oladigan, obraz yarata oladigan ayol aktyorlar jiq emas. Ma'nodan endi Xayriguldamdek chiqamdi uni uqmayman. Ammo Xayriguldam bak odatidan oshirib deb ilqmindaq emas. Yoki bir qilamaydigan emas. Hamma obrazni joy-joyda turg'un emirkanmi shunda, Xayriguldam shunda, bu do'g'uning chungdenchidek tushdi rollarga. Endi bu Xayriguldamning o'yilmagan obrazi yo'q. Salbiy obrazni uni ajoyib o'ynaydi. Ijobiy obrazni uni qanday o'ynaydigan hammamiz ko'ramiz yertortlar. Endi bu Xayriguldamlar xosiyat qurbonlarga cho'qim ta'sir qilgan yaxshi san'atkorimiz, ustozimiz Xayriguldam. Şunu derhal tanlashingizga sabab shu. Unda keyingisi aka, shu davlat ishida nom qozonganlardan Dilraba, Gulnazar. Dilraba. Nimishq Gulnazar yo'q. Men Dilrabani tanlayman. Birinchisi nima? Dilraba Gavutanda men bilan ishlagan. Meningki kasbdoshim Dilmuratningki qizi bo'ldi. Dilmurat kamda bir naqshchi bor. Bu qiz usulchi qiz. Bu qiz nishoni aniq qiz. Manzili aniq qiz. San'at sohasida qanday natija qozonish kerak? Men o'zim qaysi yo'lni tanlab, qaysi yo'lda menishim kerakni o'zi yaxshi ko'rib, usul kasbini bak yaxshi ko'rdi bu qiz. O'zi yaxshi ko'rgan kasbdan voz kechib turib, men mashinamda menib baqsam, mening sharoitlarim ma'noga bakroq tushadigan. Men o'zim yaxshi ko'rgan kasbni voz turib, ma'noda menga deb turib shu liniyani yaxshi tanlay olgan qiz. Ya'ni birisi san'at sohasida har qanday bir ish qilsin bir xil vosita tanlamaydigan, mundaq emas. Ammo shu qiyinchilikni yengib chiqa oladigan aql bor. Kichik bo'lsa-mu aqlli qiz. Men o qizningki san'at öməkdə birləşildik. Hətta bəzi bir usul əsərlərimizdə aldığımızda turub biz ustaz yüzüdən öyrətdik degəndəkmizdə. Əmdə mən Gülnəzərini düşənməyəm. Rəhmət. Ondan sonra əmdə naqşçılar gəldik, hə? Birincisi Abdullah Abdurrahim Mahmud Sulayman. Etiblətinglər məni. Zastatıllah, mən vazgeç. Mən ixra qılay. Ne mi desem onu şu? Ya dana kat alımı sozamaydı. Bir torusunu götürüp durgan iki tüyrükten birini ivetse çokum görünür. Aşında alıp durgan adamlar. Bunun birisini tallap materemden, sen ayağın ateremden. İki gidisini çokum tallaydı. Bana iti versen oğlum ona. Ya iti versen ya işkisini tallaydı kuyanlar. Maqulun davası abi anınğa bir qitim fırsat edi, maның bir qitim fırsat öte ketdi akamsa. İkincisi Taş Muhammed Batur Mömincan Abdukim. Endi bu işkilisinin belgelik təsiri var. Kim yaşlarımızdan tatip tamaşalarımız obdan biladigan san'atkor. Bu işkisinden birini tanlangsınız men. Gözünüzü yumuplam. Muşqitim böyle ötküzüyorlar çok. Ya muş ahirkisi. Ya akam maqita bir tanlayacağım. Bu işki inimli ben bu işki inimli ben. Ondan sonra Taş Muhammed Batur Mömincan Abdukim. Ani bani Türkentani ahir fehmedur. Yekellik var. Ya bu pekatlanma ka, bu ne oldu mu? Çamaki sakıkla kepsiz bu ne? Qiyna vermedim. Değme. Keçirim mi hem de? Ka ondan keyingisi. Tallaş ha, şiki tallaş. Yana. Mevlan Niyaz, Nurali Hasan. Nurali Hasan. Çaq ekama yo'q deyman odamda o'zim so'rab chiqarib qo'ydim. Cho'qim Nurali Hasan tanlayman da. Sizningki kasbiy axloqingizni ham bir qitim qo'l qo'ydim Juma aka. Men bu yerlarga sani chiqishdilam emas, amdilik bundan burungi vaqtlarda bizningki aloqamiz izchil bo'yotdi aka. Izchil paranglish jarayonlaridimi Mavlankam men tunji ko'rishib yuztirani bir paranglashqa vaqtimizga bir 2 yildek bo'lib qoldi aka. 2 yil jarayonni meniki his qilganim bu Mavlankamdagi kasbiy axloq jihatlarini va mayli shu to'r sohasidagi ba'zan bir paranglarni qilib qolgan shu jihatlardagi tushunchasi, andan o'ziniki ideyasi meni amdilik boshqacha bir uyg'otgan deyishki bo'ldi. Sizningmi nurg'un menga ta'sir qilgan yerlaringiz bor aka. Masalan, sendagi obrazingiz u boshqa ta'sir qilgan jihatda. Andiki bu kishilik, axloq, odamiylik jihatlardami menga ta'sir qilgan, meni o'zgartganmi nurg'un taraflaringiz bor aka. Shu munosabatda yana bir qatim hurmatimni bildiraman. Rahmat. Rahmat aka. Unda bo'lsa, siz qanchinchi yil to'y qilgan ayolingiz va baldringiz to'g'riliq so'zlab bering. Ismlari nima? Men to'y qilg'ili 10 yil bo'ldi dina. Ayolim, bolalarım memsimishadi bak. Apparat beriytaylik-chi. Ha? Ayolim elning oldida texmi sog'lom, salomat turishimga asos solgan
ruhiy uzuqum, balalarimning mehribon onasi, oilamning jafokash farishtasi, mening umrlik hamroyim Guliston Po'lat. Şu dünyadaki bitmez tügemez boyliqim farzandlarimdan Asina kızım. Oğlum Sudeyiz. Şikepsiz. Kızım Asina. Bəxtlik ailəniz közdəyimsə. Şu aile mening şu farzandlarim, tuncu ayolim. Şu qag'in ne demeymi? Qog'inin barmı təkə? Ya deyişin ay bağlı onda gaplar jiqqo hozir. Bu yerda yoshirdigan boshqa ish yo'q. Buni demasam bilasizlar. Shunga chiqayotgan savol bor. Meni qiziqtirganim shu. Men rost burun to'y qilgan. Eliqi fikrimiz bir yerdan chiqmadi, o'rtoqligimiz bo'lmadi degan baqatli aqmag'anlik gap. Biz oilamizda qandoq ayol zotiga muhtoj bo'g'icha izlaydi ekanmiz. Yuragimizning bir yerida menga mandaq ayol kerakdi deb bu bektiglik. Dastlabki odam muhabbatlik o'tgan vaqtlardagi gap bilan to'y qilib qo'ygan. Abam dedim-ku, men bir narsani uyumushni ishsam deymiz, intilimiz-ku. Bu mening bo'lib qolgan vaqtida buni muhtoj parvo qilib ketmaymiz, xotirjam bo'ldik deganga o'xshash. Oilada bizning ayolimizmi biz yaxshi ko'rib olgan ayol. Bu xotin deydigan gaplar emas. Bu bir oilaning parvishkori. U erning ustozi, farzandning ustozi, jamiyat axloqining ustozi. Jamiyatga yaxshi bir mas'uliyatchan yaxshi bir mas'uliyatchan odamigarchilik to'yingan farzandni tarbiyalab beradigan zavodning boshlari. Endi biz shundoq bir ayolga muhtoj bo'ladi ekanmiz deb qo'yib ekanmiz. Qandoq lozim deb umi biz qilgandek bir o'lchamlarni qiladi-ku. Shu bir-birimizga bir yerlarimiz tushmayli qolgan yeri bor. Davomlashtirib olmaydi ekanmiz. Shuna bilan ham davomlashib ketdi. To'liqli tushadigan ras naqkagidek biz uchrab qolgandek uni qo'yib bergimiz kelmaydi ekan qofka. Uning ustiga kiroranlik danga bor. Chaqiliq shu kiroranninki burunqi Shamshan degan shu markazi o'g'aya. Hamda nurg'un odamlar, arxeologlar bordi, sap uylikni keldi. Menga chiqib qoldi. Menga tirik chiqib qolgandek uni bo'g'gan gapirib bersam bo'lmaydigan o'ygilar qoldi shular. Menga tunjisimi bu shu? Eng oxirqisimi bu shu? Meningki mayli kasbda ishim qilinmayotgan vaqtimda, ba'zi bir kasbdan umid uzib qolay degan bir ro'yi tushkunlikka duchor bo'lgan vaqtimda. Va yoki iqtisod jihatdan nurg'un qiyinchilik tatgan vaqtlarimda ularning hech qasi yo'q, mushular bor. Mushu deganim hali qo'polroq anglandi. Ammo men eng yaxshi ko'rib, mening hayotimning bir tarkibiy qismi emas, mening hayotimning eng markaziy ideyasi bo'lib qolgan. Har qanday erning qadr qimmatini o'z yo'lida qila oladigan, o'zinimi shu oilada erdimmi muhimroq mas'uliyat egisi deydigan hissiyat yashayotgan ayollarimiz umri uzun, tini mangu salomat bo'lsin. Yana biri nishad qistirib o'tib qo'ydiganim, menda bir atalg'u bor. Men faqat yaxshi ko'rmayman. Endi men jiq o'ylab oldim-mu ya, lekin men oila ayoli deydi. Bu qanday fuqum desa bu oila ayoli deb, kadr ayol, shushan ayol, bozorning ayoli deydigan gap bo'lmaydi. Ayol cho'qim oilaning bo'ladi. Erning xizmatini joyida qilib, yoqisini qirqinmay, farzandlarining oshlanmoqlarini joyida qilib, rojda jafokash onalar qo'l-qo'ldimash ishi yechidaydigan nimani qo'l ashunda qilib yurib, o'zini hech qachon pul hisoblamay, oila uchun o'z barlig'ini atib o'tib, shu oiladan dunyoni zilzil keltirayotgandek farzandlarni tarbiyalab chiqargan, ilmning oddiy g'aribni bilmaydigan oila ayollari bor. Eng suyimli ayollar bular. Xizmat deb oldirash o'tirashdan yanmaydigan, choy chaqinda qolmaydigan, bolalarning kelimasi bilan kari yo'q, hech qanday ishi bilan kari yo'q, ammo o'zi oldirash, ish qilib inovatim bek zo'r men palonchi yerda ishlayman deydigan ayollarimiz bor. Bularning qo'lidan dunyoni zilzil keltiradigan, nurg'un ishni joyiga keltiradigan farzand emas. Bir xil onalik bag'riga qonmagan, mehri muhabbatiga qonmagan, bolam deb bir ona bolasini akilasa, mening onam shunday qilib boqmagan deydigan ro'yi kamtuk farzandlarni tarbiyalashga asosi bog'lanma. Oila ayoli deb atashqa bo'ladi, ammo masxar qiyofatda atashqa bo'lmaydi. Men bir oddiy oila ayoli deydigan zot. Oilaning ayoli oddiymi? U bir dunyo darisxonasi emas sizga deb, insoniyatning tunji dunyoviy darisxonasi juma oila. Elning xizmatini, erning xizmati deb biladigan, ruhga akilalaydigan odam dal ayol.
elning xizmatini mening xizmatim deb bilalaydigan farzandni tarbiyalaydiganmi dal oyoq. Hem farzandning hem jamiyatning ustozi bo'ladi. Buningga oddiy deydigan gapni qatmayli. Onaning oddisi yo'q. Manda bir hikoya bor. Balasi dada meni o'ynatqila opamoqchi edingiz. Esimni ko'tarilib qopti bola. Darhol tayyorlik qil. Balani yutlab mangadi. Bala ketib berib, dada farishta degan nima deb so'raydi. Voy, qanday so'rab qolding o buni? Savoqdoshlarim farishta degan bunda qoni tuviludi, uchudi deydi rasmi deydi. Farishtani ko'gin bormi bola? Ko'gin bor dada, jira, kayniga. Uyning oldiga kirishdan burun magazinga kirdi. Farishtani aynan quruq kirsa bo'lmaydi bola. Nima olasa? Farishta qanday kichik bo'lgandan keyin qanday kampit yeydi men o'qimayman. Men gul olay deydi. Bo'ldi deb gul oladi. Bilib ish uyini oldiga keldi. Uyning oldiga keldi qo'y dedi. Avval kirdi. Kirdi. Ayolini chaqirdi, o't og'izdi. Alam. Sen köməkçi bo'lgan farishta deb onam. Mushu farishtaning bo'lganligidan men sana dadi bo'laladim. Sen menga bola bo'lading. İkimizning mas'uliyati mushu farishtani yaxshi kutish. Bunun halidan yaxshi xabar ilish. Esingda bo'lsin, farishtaning ko'zidan yosh oqsa bo'lmaydi. Degandikan, bu bola voy farishta asli mening opamkan. Voy opam opa deb gulni tutib quchoqlab, eliq bola bir xil mana ilmiy tarbiyadami shu? Bolaning onda bo'lish kerak, bunda bo'lish kerak emas. Balam farishtaning ko'zida yosh chiqsa bo'lmaydi. Jumladan farishtani yig'latgan odam ilgir basmaydi, yaxshi odam bo'lolmaydi. Demak, mana mayli onalarimizning xizmati bo'lmasimi, men bir ona deyish kerak. Xizmati bor ayollar tarafidan, xizmati yo'q ayollar oilaning ayoli. Qaysi xizmati bor ayol talaning ayoli? Kim talaning ayolini oladi? Hammasi oilaning ayoli. Aile demek dünyanın küçük bir kartinisi bu. Ailenin ödüsünden yaxşı çıqalıgan adam her qanday işte yaxşı çıqalaydı. Bir ailenin aile qıp ketemigen adam çıkışını devam etişi mümkün emas. Bunun qami adamda men ayolimni eliqi bu da o'ylab qolishim mumkin. Men rost yaxshi ko'ramdiganda bu deb. Javobim shu. Seni üzemdimi bek yaxshi ko'raman. Mush fursatda Cho'lpon keldi programma guruhimiz nomidan Guliston Adamga yana bir qaytam rahmatimizni, hurmatimizni bildiramiz. Rahmat aka. Ondan keyingisi, siz hozirgi to'r cho'lponlarga qanday qaraysiz? Tor dunyosi asli bir yaxshi dunyo bu. Yaxshi bir sakna. Bu mohiyatini bilib ishlasak. Tor dunyosi iqtidorliqlarning, odimiylik tuyungan kishilarning, axloqli odamlarning jamiyatga inoqlik, ijillik, yaxshilik ekiladigan ideyadagilarning saknasi. Qat'i noynoqlarning, buzuqlarning, g'itmaklarning, rasvolarning, nachar, axlat ideyalik kishilarning saknasi emas. Tor dunyosida hozir Wang Hong degan mayli saqula sarangning farqi yo'q. Aquli qarning farqi yo'q. Fazilatlik bilan buzuqning farqi yo'q. Erkak bilan g'itmakning farqi yo'q. Jumladan er bilan ayolning farqi yo'q. Odam bilan hayvonning farqi yo'q. Mundaq bir narsa hammasi Wang Hong deb atiladigan bo'pti. U qanday ideyaga yo'qmaydi. Amaliyotda yaxshi bir san'atkorni, yaxshi bir talant egisini, iqtidor egisini mushu jamiyatdagi xalq o'zi tarbiyalab chiqadi. İdeyerimiz ilg'or, ideyerimiz sap, aqlli, axloqli odam bo'lgan bo'lsak, biz axloq egilarini jiq qo'llagan bo'lardik. Iqtidor egiligini qo'llagan bo'lardik. Jamiyat axloqdan ajrab ketib bordi. Hozir o'zimizning ideyeri, o'zimizning kallasi olgan bilimimiz tayliqligidan, nari chakiniliknimi qiziqchilik deb bilib olganligidan biz ba'zi bir tetiksiz ishlarni jiq qo'llaydigan bo'lib oldi. Bu qiziq tuyulganlikdan bo'ladi. Nima? Sizni aşını hazım qıqıdak, yaxşılıq taraflarını hasil qıqıdak, bunun iqtidar bilim ketidi bununla. Mani bu bilim ketidi ama külsünüz de buludu. Mani asan kende, başının kuçunu tanlab algan. Aşında bir türküm axlat tor çolpanlarını xalq özü yaratıp çıktı. Mesela tor deydigan narsa mevcut bo'lmasa, aşu balla bazı bir tor çolpanları deb atgan balla chiqib xalq uchun 4 eg'iz gapni qo'rashtirib qilolmaydigan balla. Hazır ismi Wang Hong. Aş Wang Hong'larning ishchidimi Ravers elgi ta'sir qilayotgan, aktiv energiya degan gapni hozir rasmiy qilib, o bijimlik bir dori sotadi-ku, nima bo'lsin qalbingizni tushirdi. Mani o'z qalbingizni tushirdi. Kimmiz ashda bir dori paydo qildim, aktiv energiya degan gapni shu oshning o'xshash qilyapti. Hammasi aktiv energiya taqib. Aktiv energiya.
Aktif energiya degan zodi nima? Qondan es aktif energiya bo'ladi. Siz haqning deb qo'ygan gapini deb qo'ysangiz aktif energiya taqatgan bo'lsa, boshqalarningki bilimlardan mukammal yakunlanib chiqqan, haq namoyon qilib qo'ygan gapni anglab, uni ko'rib davatimiz aktif energiya. Aktif energiya degan aql egisininki jamiyat uchun nima qilib berish kerak? Odamlar orasida qanday bo'lish kerak? Odamlarni qanday ko'rish kerak? Insonlar bilan hayvonlar o'tirisiga, hayvonlar bilan tabiat o'tirisiga bu bog'lanishni qanday hal qilish kerak? Mushuni eng yuqori sifatli, eng yaxshi tarafdan eng azimli kitap şuralagan, aşının için hizmet kılalıgan neyse aktif energiyalik kuşmuş. Aktif energiya degan avlu. Bir gapni deb qilib aktif energiya taqtivatıman. Mevlan yazmında degan aktif energiya taqtivatıman. Pakochimda degan aktif energiya taqtivatıman. Demek taqtivatsız siz aktif energiya taqtang. Torçolpanlardan aldidiki kiyinayotgan kiyimlar qarab yaqinlar. Ularning o'tirishi deb tikirayotgan, malashlatib bijimi yeyotgan, ular chekayotgan, ham ichayotgan torçolpanlar. Nadan kişilerimiz tarafından itiraf kılınıyotgan bir eklet. Yani bir kuchimizga hazırlap koygan tökmekçi bolgan, elik ma devletten a devletke tökmekçi bolgan ekletlerinin del özü şu. Hem de aşlı ballarımız köymemde kol tılpın. Aşındak bir ahlaksızlıklarını köyse ballarımız. Kanda çoğun oldu. Biz aşındaklarını kollamay, aktif zadi energiya degan güçlük. Bilim sapada tavlangan, akıl idrakta tavlangan, ademiylikni özüge dost tutkan, köngli köks kangri, başqalarga, yani bir devirlerge, başqa yaxşı özü tesir kılgan, devirdeki yaxşı gepler arkalık, yaxşı kuçlarının menzilini köstüp bireleydigan, akıllık kişilerini, ademiylik tuyungan kişilerini kollaylı. Tor dünyası cık bunda adamlar. Her bir gaplarınız ekran altındaki nurg'un ko'rinmalarga, jumladan har birimizga ig'ir darajada ta'sir qila olishini chin ko'nglimda umid qilaman. Hamda programmamizdagi oxirida cho'qim o'rlashga tegishli bo'lgan bir bo'lik va mayli qanday obraz bo'lsa, bir obraz yaratib bergan bo'lsangiz, ko'rinmalarni bir xo'sh qilgan bo'lsangiz deydigan menda bir bo'lik va rol o'ynab boqamdik aka. Mayli. Salam ekran aldık qeyrindaşlar. Biz hazır Çolpan TV ekranında barlıq qeyrindaşlarımız bilen yüz görüşüyatımız. Ben şu ekranda jbo, yana bevosita taqitish, bevosita ulanma qilish jarayonida nurg'un masalalarni his qildim. Har qanday narsaning yaxshisini, eng qaldisini tepib, o'rgangili bo'ladi, ko'ngili bo'ladi tor dunyosida. Endi biz buni qarib qo'yib, chaqiniliqni o'ziga singdirayotgan ba'zi bir o'zini tor cho'lpini yoki vanqung atavagan ba'zi qarindoshlarimiz tarafidan yoshlarimizga noto'g'ri hukm beradigan ishlar ko'payib ketib bordi. Ekrandan biz to'liq unumli paytishimiz uchun dalil isbot bilan biz ataqliq vanqung tor cho'lpanimiz Rahman Chadoni taklif qilamiz. Yo'q ekan bu. Sizlar yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshi. O'tiring. O'tiring. Qanday yaxshimi? Yaxshi. Siz Men ekran oldingizda bir tanishlik bering. ekran yo'q ya bu yerda. Madama oldingizda turmamda. Men Rahman Chaydodin hammanglarga o'tliq salom. Ma'u dağılarım mı akşam körüvatsızlar mani. Ma programıga çıkandan keyin akşam minçerim texim yoğunap. Texim yaxşırışım mı? Nima? Nimam yo'qlar? Minçe. Minçe? Bunda abroy deymiz. Texim yoğunayma dağılarım bunda olsa cayo. Dağılarım deganimiz What? Nima pul atılgan? pul atadigan? Sizga pul atamda? Oy so'g'at. Adamni bilmaginni. Ya ben bilmaydiganmi emas, men de biletim. Sizga atamda? Atada? Ular sizni Tünögün 500 koy pul taptım deyman. 500 koy tapdım emas. Mında deng. Siz ularga nima ish qilib berasiz? O Rahman Chaydodga ismimla mana bir ish qilib berdi ularga. Men ishni qilib berishimni ajdi yo'q. İsmimizde bir narsa qilib berdi. Rahman Chaydod tunamsiz ya, tunib chaqaganmi ya meni?
Tunup kalıma şıkıp ben. Tunup Rahmatçı. Kıyırdaşlar da olsa var. Rahmat Çadon'u tanıştırıp koyay. Ben bu tunup kalıma hem de ben de hazır tanışmakçı. Ya otur. Niye de ya. Barlık kıyırdaşlar hem de Rahmat Çadon yenimiz. Hem de biz Mişe'de abiyem size gidigendek şu bir seliştirmede hakiki bir vasıta ulanmanı kılıp atkalı adamlar kevim. Yani abiyem digendek helikadek. Rahmat Çadon'ladek amındak ulanmanı takip atkalı adamlar. Ama şıkısından farkı, şıkısından kanı tallayısıyla hem de uzanlı. Atsın Rahmat Çadon tallaydı kalı bir ne? Meni tallaydı kalı 8'ini besanlar. Daga jayo ha. Men bacıma fıtırasa kummaydı. Jayo daga. Kam yedi piki oyunumda. Ya dep bu yedin. Ya ayda asıl numara yolunu atıdı. Bak gördünüz mü? Bak Rahman Çadı gazı birden neçi yolunup da. Birden 5'e. 8'den neçi yolunup da. 2'si. Rahman Çadı cemiyetimizde nahit inovatlik, atkuz abroyluk, nahit yakşı çıkıvatkan, aktif enerjiye takıtıvatkan, cemiyet ahlak sözlevatkan, atağlık, insan şunas. Rahman Çadı kam. Evet. Ya bir yerde. Ya ma halkımga salam bermsam bo'lmaydi. Yok miyade birisiz. Miyade. Yo'q, demakchi, ma dag'alarim ma aqchan ko'ryapti buni. Necha vaqtdan beri men 100 koydan, 200 koydan itib, ma so'g'atni qilayotganlar, jafo tatdinglar. Men barliq kuchim bilan mush hayotimning oxirigacha aqasinliq jiningni taqtiman. Aktiv energiya taqtiman men. Rahmat. Şu aktif enerjiye dediniz, aktif enerjiye degen gapning o'zini bilamsiz, tushunamsiz. Ha ya aktif energiya degan yaxshi iborat so'zlarni deb qilsak shu aktif energiya bo'ladi. Va jininglyang deymiz juma buni. Jininglyang deyotgansizda jininglyang. Aldığıma qardaşlar, jininglyang deyotganmiz men bilmiyorum. Ma jininglyang şunas Rahman Çadokam ikki qiz bir sizlarga naqsh etib beramsiz, ya'ni nemish qilib bersangiz bir to'rtta qizmish bir narsa deb beringda hamda. Men naqsh etib beray. Ya otomsiz ko'ranmaydi deyman, hozir men 5-ingiz ishi yo'q deydi. Yo, oylik aparatim bor ekan, shunga o'tirib betamdi qana. Yayrim sen ko'rgim keldi, lavlaring ko'rgim keldi. Har dardin ko'rgim keldi. Lavlarin ko'rgim keldi. Seni men oxir nimetda. Oxir ne deyman, oxir bir şey bilaman. Moshuma qilayotgan ishingiz. Nima bo'libdi? Siz hozirmi ekran oldida moshundaq jininglyang taqibsiz? Yo'q, bu jininglyang degan gap u gap o. Ilaqa yaxshi gaplarni deymiz. Men naqsha bor. Hozir moshundaq xizmat qilamsiz buning oldida? Peki qilsak, mushta naqsh etmasa haq kirmaydi. Fikam, nemanda nadansizlar? Ha? Men sizni mishaga taklif qilishdagi maqsadim, men sizni bugun ko'rishim. Sizning ba'zi bir taraflaringizni jamiyatda angladim. Mishada siz bilan ko'rishib, mushada barliq qarindoshlarga siz bilan ro'bro o'ltirib, azroq bir mushtonga bo'lsa-mu, tomoshabinlarga yaxshi bir xizmat qilay desak, sizning haqiqiy bir ish qilgingiz bormi? O haqiqiy ish qilib bo'ldim, men ufti qazinib bo'ldim. Ufti qazinib bo'ldingizmi? Rahman Çaydo desa odam biladi hozir. Bu Çaydo degan taxallusni qanday qo'ygingiz kelib qoldi, sizning nemini asos qilib qo'ydingiz mesela? Ya buning bir hikoyasi bor, yomon ta'sirlik. O ko'zda yosh chiqdi bir hikoya. Men bishkina ma uyda ma o balliq tomoq qilib birmi deb, men lag'man qilib boqay dedim-chi. Bu iliqi samsaq oqlay debman. Unda qarasam yo'q, bir Çaydo aka uyda. Aşı samsaqlarni, piyazlarni aşında çanap qo'ysam, birisi jibo qilib, o'ziga taqallus qo'yib, chanab chesayo deganda gapdan anglab qoldim-da. Anglab qolgandan keyin bu to'xtamış chanig'anga boshdan ism tip bular vanqon bo'lib ketibdi. Va bu qo'limdagi narsani foydalanmaymanmi deb, Çaydo deb bir qo'yib boqay deganda menga. Shundan ul Rahman Çaydo bo'lib qoldingiz-da. Ko'zimda yosh oqdi, piyazning nimasida achchig'ida. Şuna şu güne tesirlik ve hayatın unutilg'isiz bir. Maqaram fikam, mandaq o'tib ketavermang. Siz mo yosh bir bola ekansiz. Men sizni chaqirishimdagi sabab ekrandan qanday foydalanishni ishkilimizdan o'rganaylik. Ekrandan qanday foydalanamiz? Foydalanib ekran orqali biz jamiyatga qanday ta'sir qilamiz? Ballarımız oldida, jamiyat oldida, davr cho'nglarimiz oldida, yoshlar oldida, tang tushlarimiz oldida biz ado qiladigan majburiyatlarimiz bo'ladi fikam.
Bu mecburiyetlerini qarib qo'yib, birsiniz chado bo'lasınız, birsiniz pichoq bo'lasınız, birsiniz yana bijim bo'lasınız, dadınız qo'yib arzulab, mening bunda o'g'lim bor deb, bir mehmonni chaqirib qo'yni bo'g'izlab qo'ygan ismini unutib qolsangiz, mushu masalani qilayotgan ishinglar. Ya o. Ya to'xtang. Ya o. Ya o peti demang. Moda. Endi mani deyishimlik sebep, bak ekranı moda. Qurib ketsin unda modanglar. Sizning kichik kelajakniki umid varislariga qanday ta'sir qilmoqchi mushpetima? Chaqdo petingiz basta ta'sir qilmoqchimi? yoki tuzuk odam bo'lib, ravurs narsalarni o'rganib, rus yo'lda shug'ullanib, naqsh etsingizmi, durust etqidak bir sharoitni hozirlab, anandikin haqiqiy Rahmonjon bo'lib tunilmoqchimi? Bulavurda qaysi olsa. Başsız bulavramda mana. Müşek çıkıp üzünüzde Van Hong, çolpan buldum diyen muşu ümitni üzünüz kılıvagan mı ya muşlardan yalgan inkas şundak mı? Dağılırım işte dedi. Dağılırınız kim o? Kandak adamlar. Tanımayım ben. Üzünüz mü Birisi tanımaysınız? ağzında- Üzünüzde akınız var mı? Yok. Akıllarınız yok. Yok. Birle balamazsınız? İnim var. İniniz var. Siz mi? Onu Van Hong kitedi azen. Ferhat Piçak o. Uleş. O piçak. Siz çado. Ben çoğuğa çayda olmam ben. Kayıkla bir çönayım ben. O da adaş. Açıklamaya o. Muşu meseleni kılıvatkan kılıkınla, bazı bir kılıvatkan gipinla, bazı bir müşahit kılıvatkan ahlaksızlıkınla, bizdeki cemiyetimizge, kilaçetke çoğun bulatkan ösmürlerimizge, varislerimizge, kanda tesir birliğini bilemsizler. Şu yaxşı təsir verməydi, lakin pul tapıdığa yaxşı gəlməz ma. Pulunu deplamış da kılamdı o. Siz muş pulunu tapmışsınız aç kalkan adam mı? Onda emas hem de. Tepeng, caydı tepeng. Bir yollarını tutsunuz, geçiniz mi küçükke? Ballarımızdan maneviyeti çölde arayıp gitti. Ballar nakşlarımız kamçılık yapıyordu. Ballar numurlarımız yok. Hemmisi çoğlarının ulup gitti. Ballarımız için azırak bir nesini izlep, bazı bir kızıkçılık, yumurlukmuş, ballarını kanda nakşlarına öndeş, ballarını kanda yetekleş, kanda neslerini beslen, ayunatla bilen ballarının oturuşu gibi bağlanışını koyup şu arkalık bazı bir ilmi tecrübelerini hep verip ilmi bir derslerini önüp ballağımı bir kızıklıgan ballağımın tez bir nesini ügünelaydıgan bir kıl yolunu tepip çıkıp ekranın aldıda açtan kokşaç yiyitlip Rahman akanla geldi ekarındaşlar hey balalar kanda avalınla hazırkı maksatımız bundan nesini düşünümüz yıkçak ula toşkançakның hikayesi degende muşunda sözler bosma ballağının bazı menüyetini söylesiniz ulam sizden hoşvasa ula sizninkini köge vakti da onu kimninkini körü vakti da köge ata-analarının mı acep yaxşı söz qildimiş bala. Balaның bir mənəviyyəti, balalığına bir yaxşı bir zoq bədi deb təsirlənsə, sizdən xoş olsa, anandikin siz ümid qılmısınızmı? Atqıs gəlgənlər sizə eti yurdu. Şöndünüzmü? Həsilləb tapı dikəndə bunun adamsa. Aştaq oludu. Sizler hazır muşundaq uzaqlan torç olpını deb, bir sınlı çado, bir sınlı piçaq, bir sınlı uçu, buçu bunu bilib, bu arqılıq soquşup ketediken sizler, ondaq, azat bütün gəpini deyişip, ötkəndə qarısam sizinki, başı bir piki oynağınızı görüp qaldım. Neymi degen efsane gəp bu, ayal kişi bile tang turup açta tılışıp atsız. Oy tulluğan tulludu. Ya toqta, açta ulamda, ağzınlardan çıkıp atkan gəpini, ata-ananla kömemde, ballarınla kömemde. Xumsa ula, kömüsə o. Kömüse, başka ballar kömemde, başka ata-anla emez mi? Adimilik qine. Şu gün ayjım tıllap edemni bika ağzı setkep bilen tılısqa oğan bal turup qarab turamdıq biz. Hazır oğa vallahi siz hazır qarab durmaz, töt yağız tılıb etmemsiz mi yerde? Tulluduk ne, cacısını berip mağımızını. Bulağa təsir qılıdığan öceyri yok gel. Ya lekin riyasetçi maat nemağız təsir qıldı ya Ya bana. ben riyasetçi emez qaram. Yok. Siz benim o tonumaydı ikensiz. Ben bir sanatkar adam. Kim o? Toqtan. Qaysı Van Hong? Sizge ben Van Hong'u demey fikam. Üzemnimi tunuşturup ötmey. Ben ekranın aldı turup qeyrindaşlarımızga köngülün qanda naqşa qalsa şu naqşlarını etip balalarımızga təklif qısı balalarca, çoğlarımız çoğlarca naqşlarını etip o kişilerimizdeki çarçıgan dillarıga azırak bir melhem buluştu da naqşa etip bu yerde oturup Rus işini qılıvatımız. Men Van Hong emas fikam. Mening dagırım yok. Mening tamaşıbillerim var. Van Hong'ның dagısı olsa mening tamaşıbillerim var. Meni suydigan xalq var. Bula cıq bulatan nikah qılar. Puldu mu muyum boğan işençini atıdı bizge. Bula belgen işenç bilen biz mükemmel insan, mükemmel sanatkar, mükemmel sanat yetekçileri, sanat icraçileri bu yetilip çıkımız. Lekin abla gepiniz bek təsir qıldı ya bana.
Ma balla naqsu Şaşır. etilmayaptidi. He. Anki bu ota-onalarni bekrek nim qilish kerak? Ala xo'jalligi cho'ng dedingiz emasmi? Men bunda o'ylab baqsam bu chaydo deganmi, ko'nra qalcha. Men shu Rahman karton deblam hozir ballar uchun bir nim qilib baqaymi deyman. Aqlingizga barakalloh ukam. Rahman karton. Ha. Obdan qildingiz. Ma boshqa ziyoratningmi baqig'ichilik qilmabdi. Men amsa qaytib shu ishga tayyorlik qilay. Bo'ladi ukam. Siz bilan ko'rishganimda intayin xursandman. Sizda umid bor ekan. Voy jiq menda. Ma gaplaringiz bo'ladi. Endi ukam, tang kuchayli. Tang kuchayli. Tang kuchayli. Men siz jamiyat uchun, bolalarimiz uchun, kelajak uchun yaxshi haqiqiy jinninglian qilaylik. Jinninglian. Ha, jinninglian. Maqalam senga. Cho'ng vanqon sizda, siz ham. Yo'q. Yo'q, bilmay qotdim. Yo'q, men vanqon emas. Uzr so'ray, unda o'sima. Yo'q. Maqal. Abidadan bir tal. Mana. Mana shikis. Bekor ekan. Maqal. Abay tiyaqi nurg'un yaxshi so'z iboralar bo'lindi. Dars avvaldoq degan bo'ldik aka. Bak ma'nilik bir san bo'ldi-chu. Endi ko'rmalarga nisbatan eng kutgan bir yeri, bir nuqta, ajab bir kulki chaqchaq chiqib bo'lmay qoldi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Shuni biz ko'z tutib, mishada kichik bir o'yin bor. O'yinni o'ynash bosqichimizni bir tamomlayotgandan keyin oxirlashtiramiz aka. Mayli. Endi nima o'ylaganda bu ko'rada? O'yinni qaytisi munda aka. Hozir bir ustal sahnaga chiqadi. Uningda har bir varaqda 40 varaq bor. Biz 20 dan bo'lishimiz. Har bir varaqda birdan cho'lponning ismi bor. Mayli mu Şinjandagi bo'lsin va mayli boshqa sirt tarafdagilar bo'lsin, cho'lponning ismi bor. Ko'tirib o'zimiz ko'rmaymiz o ismni-chu. Faqat qarshi taraf ko'rdi, ishkala o'ynaymiz. Qarshi taraf ko'rib turib, mushu kim bo'lsa, ashna alayidligini do'rab berish orqali mushu odamga yetkazamiz. Madem topalsa hisob. Bu bizning do'rash mahoratimiz. Tushundim. Biz boshlaymiz. Cho'lpon keldi. Chingzidan. Wow! So'ngqondagi beli qalvasdi. Ya bunda. O bir hayvan mı? Çıkanmadı. Kurçak efendim de. O. Çaplan. Ne ulan ya? Bu da kılık ben. Beş, dört, Kaya buldu, topamadı. Körün aka. Ama... Norel. O yani göz kırmay. Ne adı bu? O göz kırmay. Adıl şu. Bunda işler usta o. Kim kıldı lan? Anki yeni bir kompozisyon. İsim geldi ta diyen ben vatı be. Kim o? Otellek. Beş, dört, Adam tapa isimleri. üç, Öldüm ki iki, tapamadım bir, ismini. nol. Şınlong. Çonglu. तुझे देखा तो ये जाना सनम Bu ne? प्यार होता है दीवाना सनम Şarul Khan.
Bektaş. Erkiti jingden bo'ldi da. Oypatem. Çolpan. Xayrgilashar. Ha. Oypatem degan dikil bo'lmadimi? Ben xeyli yaxshi patladim ha. Ha bu, lekin o Çolpanning ismi juma bu obraz emas aka. So'ng'okon. Kim o? Yalqin sepa. Ben ayşe oynagan bu. Onun ismini imite. Nima deyish olding to'ngmi? Bo'ldi. Ha. Bu ne endi qanda? Şivashinga. Ha. Nima yerda Gandistonda o'ynagan Ha, ismi kim o? Onun ismini uqmayman, men Koreyalik. O Gandistonda o'ynagan. Yo yo, o emas. 5 4 O kim o? 2 1 0 bo'ldi. O 50 gram uqmaydigan. Öz ozduk görüm. Onda siz geldi. 3 2 1. Mehmet Bey kelse Abdülkerim ablas. Uah! Bunu qanday bo'ldi? Yılan usulü. Kim o'ynagan? Kim bunda oynadı o? Kim o'ynagan? Vahşi o'ynayotgan men o'z vaqtida. Yılan usulü. Yılan usulü. Onda bir yılan kız deydigan usulü. Gülmire Muhammed ma. Ey yo'q deyman. Vahşi o'ynayotgan birisi var. Kalcıma bay. Tursunay İbrahim. Tursunay İbrahim ma. Rambo. Başka çekken ulan bu. Şu. Xiyolimda yashab yurdim yigan. Mahmut Kamınim ba. Abdullah Abdurrahim. Zılaleni şunda okup getirmiş şimdi olmasa. Nemisi var? Nemin de kinolardaki obrazı Jack. Onun da sen. Aktör mü? Abla anda üstüme. Demler Abdullah. Böyle kim işbada berem aldı cuma? Onun başka usulçuluğunu mı depedim? Bir, iki, üç, Kalçam sıdık. dört, beş. Mahir Ahmet. Dilraba. Hop Dilraba kanda usulculdu. Usulçuya var mı diye? क्या बोलती तू Şey. Kumpçe. Amirxan ha. Çilişaylı dadat ya Amirxan. Ufturatgan qimavoz mu bu? Rimqan. To'qay tog' daryo janub shimol aro
Bağrımni söygen bu diyarımni. Mahmud Süleyman. Minni bir yar demsi yar. Minni bir yar Tursun Tike. Ben. Ya bu kaç değil lan? 5. Eşkar yakıp gülüne gül yar, minni bir yar, demsi yar ve buna vurdum da dörtten. Ya ama pakatlamışsın okşumu diye bu. Uy. Uzun. Yok eşkar yakıp başlama, minni bir yar, demsi yar da. Küzemge Çoğ Aysa'da görüyorsunuz. Tuma? Çoğ Aysa? Halmırat Ömer? Bu şilepon yani bu bakiye kabım olsa. Unda olsa ka, men futtum şunda go. Manında futtağanның bir cazası buluş gerek. Şunda go. Endi mollaq etip turap aka. Abaytek deyiştik emasmı? Vədi-vədiniz emasmı? Mollaqdan bir ne? Sol naqşıdan bir ne? 3-5 netince bilen. Ben futkan bulmadım. Ben 5 olgandaki ben futkan bulmadım şu an. Hem de hazır Nureli enimiz uttu. Şunun barlıq qarindaşlarga hem de bir jaza karakterde bir numara orulaydigan işken. Hem mollaq ne koyup duraylı. Neymiş qadısаңlar hem de bel umurtkama yav cempen. Eğirmende. Şu sebeplik mu hizmet ordumga berip men qutlanmavatım. Əsəl diqqət qılmasam lamkin işte. Yetip bitir qozgulup qasılamış dedim. Şu anınga men hazır maňa nesi tutup tursun. Naqşını eytip bereyim. Ananki qarindaşlar dostlar. Meyl. Başımda düştü sevda, azapta buldum canım. Başımda düştü sevda, azapta buldum canım. Yaş görüp unutmak bağrımı kırdı parda. Yaş görüp unutmak bağrımı kırdı parda. Çok
Rahmat aka, rahmat. Oy, yangi ijodiyatingiz ekan-da aka bu. Bizimning yangi ijodiyati. Voy, ko'zdaymiz aka, shunda o'sha- pez chiqibdi. Aya jallam qilyaptingiz ku hammalarni. Mush programmadan keyin taqtilganda aka hamsa. Shundaq. Ajab Buni yaxshi. tıxı taqtish nimasi bo'lmagan programmaga hamda barliq qarindoshlarimizga mush yangi yilda yangi qiyofatda bir ko'rishaylar deb. Asli men mushlar jonliq musiqalarga usulni ravurs o'ynab turib anangdagi bir aytib bolalar tang mundaq qilamiz deb qan sharoit tozi yor vermaydi. Men bel og'riq bak eg'ir menda. Sallamda diqqat qilmadim, men harakat qilmay desam barliq qarindoshlarninki ko'zi menda. Umid qiladiganim shu. Taq bo'lsin bunlar yetib o'ynashdi. Ammo lekin bizda hozir sharoit yaranmaydi. Men bel og'riq bo'lgandan keyin shuni o'zimizdan tutib olgan asosda taz o'zimizni qo'yib beramiz-doq. Bel saqayib ketsa, yana bir sandiq qo'yib o'tamiz. Bo'ldi, katta yo'q. Chiqib ko'rmalar nomidan aka teningizdan salomat bo'lishni umid qilamiz. Rahmat. Xo'sh, programmamizdan 2023-yillik tajdorligini Şinjan Abida Biofan Texnik Taraqqiyot şirkati alayda qo'llagan. Abida isimde var, ko'nglimda var, uyimda var. Onun şirin tami tilimda var, dilimda var, kayfiyatim g'iyar. Süt bilan netken choy, uyimning ozuqi. Abida şirin tami qalbim shodlig'i. Abida Tabiiy qahvaning qanday bo'lganligini bilamsiz. Tujiblar tayyorlangan har bir qahva urug'i ezib ayirib tayyorlanib, chiroyli botilkalarga qachilanadi. Eng xushbiroq, eng tabiiy tam Abida qahvalarga mujassamlangan. Go'zal kunlar Abida qahvalari bilan boshlangusi. Malqini. Mana, mal. Aval tetip yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushuntirdim. Nima tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu yer bu yerda tetib boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni men to'q tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizaydigan, tayyor tam tetibqulari. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushuntiramadim ba. Ya, Ya, sen baqa. ishq men tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimda besib olay. Bu sizga degan tayyor tam tetibqulari uchun qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, Italiya cho'pi qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men buni kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Aval tetip baxmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Mal bag'ri oz qolgan. Ma'qul, og'zingdan ichila. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshiroqman. Bu kallala faslani davotiman. Bo'ldilar. Eng yaxshisi ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni birla qatim tetib baqing. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyor tam. Programmamızın riyasatçılarının kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyati şirkati alayda qo'llagan. Bu ulardan Miras tag'dagi qomatga qiyos Miras kiyimlari. Xo'sh, rahmat aka, yangi yilniki boshlanishlarlam tunji sandilam bir yaxshi kayfiyatda, yaxshi bir ma'noga ega qilgan holatda boshlab oldik. Oxirigacha mushta bo'lishini umid qilamiz aka. Buningdan keyinmi kutadiganim salomat bo'lishingizni chin ko'nglimdan tilakdoshligimni bildiraman. Uningdan boshqa yana keyingi yillarda bir vaqt chiqarsangiz aka, yana bir o'xshamagan temalarda munozirlashib, boshqalarga haqiqiy yo'sinda bir aktiv energiya taqitishimizni umid qilaman aka. Bo'ladi. Onundan başqa, məşə uzun yıl oldu aka siz biz üçün xizmət qıyatqılı. Məyli səhnələrdə bulamdı, məyli kino, filmlərdə bulamdı. İzchil sizni görüb çoğun bolğan bolduq. Bir dəvrinin balları yenilandı. Sizə bolğan hörmətimiz başqaça açdı aka. Əmdi məş proqramımızdakı səhnəsində turub məş görünmənlərə tamaşaçılar vakalatan çin ko'nglimizdan bir rəhmətimizni ifadalash üçün proqramımızdakı məş rəhmət lonqimizni hədiyyə qılmaz qabul qılısınız aka. Rahmat.